Vay vay Seherde uyg'onadur men derdim Jilandek tolg'inadur men derdim Seherde uyg'onadur men derdim Tolg'inadur men derde Esip müşkül seferledi Al kalbiga yaradır men Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Erik Uyghur Radyosu'na hoş geldinler. Bugün 8. sanımız məxsus 7. ayının 5. günü hakkında esimiler bilen bulup ötüdü. Aziz qarindoshlar, 2009 yılı 7. ayının 5. günü Uyghur halkı için nayeti çoğun bir matem günü. Aziz qarindoshlar, biz bu 5 yıl jarayonida chet elda nimalar bo'lib etdi. Bu 7. ayının 5. gündeki Ürümçi qirg'inchiligi Uyg'urlarga nimalarni elib keldi. Bu vaqa zodi qandoq kelib chiqdi? Bu haqda mushu 5 yil jarayonida o'tkazilgan bir qism suhbat xotiralarimizdan tanlanma shakllik katallardagi Uyg'ur ziyolilarimiz bilan o'tkazgan bir qism suhbat xotiralarini bugun eslama sifatida har qaysilarning diqqatiga yo'llaymiz. Aziz qarindoshlar, Erik Uyg'ur radiosi mush shaklda davomli yangi muhim temalar haqida davom qiladi. Bizga o'zinglarning ishidagi yurak so'zinglarni bildirmoqchi bo'lsanglar, fikringlarni bermoqchi bo'lsanglar, bizga mushu uyg'urradio.com adresi orqali u yerdagi email, Facebook, Twitter, Skype adreslari orqali bizga bevosita xat yozsanglar bo'ladi. Har yakshanba kunisi programmamiz mush shaklda davom qiladi. Tövende aldı bilen Hazıdar namlıq naqsha bilen birlikte mushu Çetelerdeki Uyghur ziyarlarımızdan İlşat Esen efendim, Mehmet Toxta efendim, Ferhat Yorunqaş efendim, Abdil Ahmet ve Dolqun İsa efendimler bilen muşu aldınqı vaqtlarda ötküzgen 7. ayının 5. günü hakkındaki məxsus programlarımızdan tallanma qilib sizlarning huzurunlarga yo'lladik. Yaqtirib anglag'aysizlar. Hazıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Hazıdar buğda bugün bağrıydı her can hazıdar. Yaş döküp Qashqar ili yığlaydı turpan hazıdar. Yaş döküp Qashqar ili yığlaydı turpan hazıdar.
Men kumuldi aylinip çıksam hiyalen bu seher Kaygıda bütkül şehir sehradı dikkan ağzıdar Kaygıda bütkül şehir sehradı dikkan ağzıdar Kirsenlar güdekler undükülmenlar likin ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar Bak kirsenlar güdekler undükülmenlar bugün ehli gül matemdidir tamam reyhan ağzıdar Maysum bul cim buluşsa veciket güzdün dimem Nevkırallar ketti uçup şunla aşkı bostan ağzıdar Tolgunup irtiş ili tarim tümen deryasını Aktı hasret ilkide bağrıydı kan gazıdar Tolgunup irtiş ili tarim tümen deryasını Aktı hasret ilkide bağrıydı kan ağzıdar Aktı hasret ilkide bağrıydı kan ağzıdar Hakikaten ama her xil talaş tartışlar mevcut bo'layotmoqda. Yani ba'zida davatida buni Uyghur qurultiyi boshchiligida yani Rabia Qadir boshchiligidagi kuchlar kuch ketib o'tirib chiqadi desa, yana ba'zida davatida Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan zulmning ishib ketganligi bilan o'zligini o'tirib chiqdi deyapsa, yana ba'zida davatida Xitoy hukumati o'z bir qo'lliq o'rinlashtirdi bu voqeani, bo'lmasa internet tor orqali namoyish qilishimiz deganlarni to'simaydi degandek bir gaplar o'tirib chiqdi. Bularning qaysi qanchalik darajada to'g'ri bu haqda bir ko'z qarashlaringizni sizlab boqgan bo'lsanglar. Rahmat. Deganingizdagidek 5-iyun qonliq qirg'inchilik voqeasining kelib chiqishi haqida har xil ko'z qarashlar mavjud. Siz deb o'tgandagidek bir qancha ko'z qarashlar o'tirliqda agib yuradigan ko'z qarashlarning muhimlari. Ammo mayli qandaq bir ko'z qarash bo'lsa-bo'lsin, bu yerda bir haqiqatdan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Bu voqeaning kelib chiqishiga sebep olan tüp amil kesip şunu aytalaymiz ki Xitoy Komünist hakimiyetining 60 yıldan bu yan Şarkı Türkistan'da epirivatkan milli irqa ayrımcılık siyasetinin ve 60 yıldan bu yan Şarkı Türkistan halkı üstündeki siyasi, iqtisadi, dini ve medeniyet sayelerindeki qirg'inchilik siyasetining haddidan eshib ketganligi, xalqimizning bardoshlik berish, taqat qilish chegarasidan eshib ketganligi eng oxirida mushundaq bir bosh ko'tarishning qarashlik harakatining chiqishiga sabab bo'lgan deb qarayman. Albatta, men Dolqun efendimniki bu qarashga qo'shilaman. Hozir qadar haqiqatan Xitoy matbuotlarda bo'lsin, chet el matbuotlarda bu qatimqi 5-iyul voqeasining kelib chiqishining sababi haqidagi turli qarash o'xshamagan fikrlar bor hamda.
Ama yığınçaqlap kelsek, bu yani Komünist Xitay hakimiyetinki Uyghur halkıga, Şarkı Türkistan halkı üstüne yürgüzüp 60 yıllık zulüm besim siyasetininki bir partilap çıkışı. Bununki şaraitini hazırlayan del Xitay Komünist hakimiyetinin özü. Yani Uyghur halkını kopup bu çetel güçlerininki veya ki Xitay hakimiyeti ilgiri sürüp geldiğinde Dünya Uyghur Kurultayı'nınki biat türülüp o halkın güçkatışınınki acıdı yok. Zaten Xitay Komünist hakimiyeti 60 yıldan bu yan halkımızın güçkatı oldu. Kanda kuturaklık siyaseti arkalık. Halkımızın isyanı mecburladı. Halkımızın isyanı koçularga çıkıp özününki sadalarını, özünün narazılıklarını bildirişki mecburladı. 5. yıl Ürümçi vakasıdan burun mu? 5. yıl vakasıdan burun mu? Nurgun hadise oldu. 49. yıldan tatip hazıra kadar Şarkı Türkistan'da Komünist Xitay hakimiyetiga, Komünist Xitay hakimiyetinin mustamlikçilik siyasetiga, Komünist Xitay hakimiyetinin zulüm ve bizim siyasetiga karşı milli hareketler, narazılık hareketleri Uyghur halkının. Bir gün mü toktap kalgın yok. Her yıldagidek çoğun vakalar oladı. Bulup mesela Xitaylarına ait pəxirlenip işini sırtkı içip ettik. Dep pəxirlengen 80. yıldan tatip ta ki bu 5. yılgıcı boğan jarayan kısıkçılık qarap bakın. Nurgun hadise oldu. Barin inqilabı oldu. 19. may vakası oldu. Olca inqilabı oldu. Bu jarayanda Komünist Xitay hakimiyeti karşı nurgun kurallık yarası küreşler oldu. Toktap bakın yok. Demek bir bir zulüm var. Halkımızın yani şunda kudretlik yani harbiy cihatın, iqtisadi cihatın ait kudretlik bir Xitay hakimiyeti karşı cinni alqını ap koyup isyan bayrağını götürüp çıkışkın mecburlap atkan u yerda Xitayning ait iğir yani gayri insani, çidap tuğusuz bir nimesi var. Mesela bu Qetim Ürümçi vakasını var. Mesela bu Xitaylar bir kol planlagan degan gap var. Ama bunu planlagan degenden bekrek Xitay hakimiyeti kuturatkan desek bekrek doğru oldu. Bayda ötünümdek mesela Shogun vakasıga ait görünüşlerini Dünya Uyghur Kurultayı. Mesela hazır Xitay hakimiyeti Dünya Uyghur Kurultayı'nı, onun rehberlerinin asas rehberlerinin Rabia Kanun bilen Dolqun Eysa efendimle bunu küçük kuturatı dawatıdı. Mesela yakın niye bazı filmlerini işlep çıkıp işki cihatı zor teşviqat ettirwatıdı Pakistan'ı burumlap haqni üstün qilib ama qo'pib mana Dolqun efendimden so'rab bakın Shogun'daki vakani bular paydo qilgan emas. Shogun'daki bu içinişlik ko'rinishlarni, dahshatli ko'rinishlarni bular tatib dunyoga bular e'lon qilgan emas. Uni vakani paydo qilganligi Xitoy yashadiki. Uni ko'rinishlarni tatib butun dunyoga, vatan ichidagi, hatto Sharq Turkistondagi butun internet torbatlariga qo'yganmi Xitoy? Xitoy sababchi bo'ldi buningga. Uning qo'pib shuncha ular odam chidig'siz içinişlik ko'rinishlarga qarab turib bu chet eldagi Uyg'urlar sukut qilib o'ttaslamdi. Ürümçidagi Uyg'ur xalqi buning sukut qilib o'ttaslamdi. Sukut qilib o'ttagan bo'lsa, u vaqtda butun dunyo xalqi Uyg'ur xalqini la'natlaydi. Tozaliqni aytib bo'lumsiz millatgan bu. Shunchalar o'ziniki qarindoshlarida shunchalar xo'rlavasi, izivasi sukut qilib o'tiryapti. Onu sukut qilib o'tirish mumkin emas-da. Dunyo Uyg'ur Qurultayiniki chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarininki bildirgan noroziliklari no'yat normal. Bundaq bir vahshatninki masalan u Xitoylar taqib internetlarga Ürümchilarga taqatgandiki uni ko'rib Ürümchidagi xalqninki qo'zg'ilib buningga nisbatan o'zlarining noroziliklarini bildirishimi noyat tabiiy bir ahvol. Bu yerda qutirtayotgan kim? Bu voqeaning kelib chiqish jarayoni shunda qisqacha ko'ziga tutib chiqilgan bo'lsak, bu yerda buning sababchi bo'lgan omil munozir talab qilmaydigan holda o'tirga chiqib turyapti. Assalomu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Men bu yuqorida deb o'tgandek Dolqun efendimning va Farhat efendiningki fikriga qo'shilaman. O'xshamaydigan tarafi Dunyo Uyg'ur Qurultayı mavjud bo'lmagan chaqda, Dunyo Uyg'ur Qurultayı degan narsani xalqimiz anglab baxmagan chaqda bu Xitoy bosqinchilarininki zulmiga, qizlarimizga tajovuz qilishiga chidab turolmay ajdodlarimiz bir qancha qatim inqiloblarni beshdan kechirgan. Masalan, Qumul inqilobininki portlashi Armanqul degan bir yigitninki bir Uyg'ur qizni Xitoy tajovuzlarininki bosqinchilik qilish sababidan portlab Qumul inqilobi portlagan. Bu chaqlarda Dunyo Uyg'ur Qurultayı yo'qdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayı mavjud emasdi va Dunyo Uyg'ur Qurultayıning rahbarlari yo'qdi. Buni kim qildi? Ash Xitoy tajovuzlarining zulmi, nohaqlik insonlarga ayg'aslik qilganlik, Uyg'ur millatini ayg'aslik qilganlik sababdan portlab chiqdi. Mushunga o'xshash Guangdong Shogun voqeasidagi Uyg'ur qizlarini Xitoylarninki har turli usullar orqali izishi, bostirishi, ularni ayg'aslik qilish sababidan yerdagi Uyg'ur yoshlari qo'zg'aldi, Xitoy qanliq bostirdi. Ürümçi voqeasining kelib chiqishi mana shu voqeaninki davomi deyishga bo'ladi. Buni albatta Dunyo Uyg'ur Qurultayı emas, Xitoy hokimiyati o'zi qo'zg'ab chiqadi. Ürümchininki ko'chalarda avtobuslarning ko'ytirilishi, odamlarni urishi, o't qo'yish, chipishlarni hammasi Xitoy hokimiyati qildi. Xitoy Dunyo Uyg'ur Qurultayıga va Uyg'ur xalqiga otib qo'yibdi.
agar rasl dunyo uyg'ur qurultiyi va aşağıdaki Urumchidagi uyg'ur xalqi qilgan bo'lsa, nima uchun dunyodagi xalqaro matbuotni keng echib etib, shuni qilgan insonlardan men qildim deydigan shaklda azoda, erkin fikr yurgizib intervyu qilganlar ruxsat qilmaydi. Bütün dünya matbuotlarini taqab, internetdan tortib, xalqaro matbuotlarni, televizorlarni, muxbirlarni, gazetlarni ulardan to'sib qilib qo'ymaslikning sababi mushu Xitoyning abdi bashirsinki echilib ketishining oldini olish uchun Xitoy bizning harakatimizni qarlab, o'zini oqlash uchun qilayotgan bir suiqasd vosita deb qarayman. Bir nuqtani yana qo'shib qo'yaman. Farhod apandi va Abdujal apandi nihoyatda muhim nuqtalar ustida to'xtaldi. Degandagidek bu yerda bu Qetimki 5-iyun qanlı qırğınçılığı bu vaqe Şərq Türkistan'da 60 yıldan buyan Xitay Komünist hakimiyyəti qarşı qozğalğan tuncu vaqe emas və bəlkə ən axırqı vaqe emas. Bu 60 yıldan buyan nəticələyən qetim xalqımız qurallıq, siyasi hər xil şəkildə Xitay hakimiyyəti qarşı qozğaldı. Demək, Abdülim əpəndim dəb ötkəngə oxşaş, bu yerdə 97-ci vaqələr oldu, Qolcu vaqəsi oldu, Barın inqilabı oldu, Qotaz vaqəsi oldu, 1980-ci Qashqa vaqəsi oldu, Aqsu vaqəsi oldu, 85-ci, 88-ci Oquvchi hərəkəti oldu. Bu vaxtlarda həqiqətən dünya qurultu yoxdu. O çağının özündə nə üçün o zaman bu qetimki vaqəni dünya qurultu qozğab çıxarğan bolsa, o vaxtınız dünya qurultu yoxdu. O zaman o vaqəni kim qozğab çıxarğan deyişki doğru gəldi. Demek bir yerde Xitay hükümetinin şu Şərqi Türkistan xalqı üstüdeki bu qırğınçılıq siyasi davam qılğan müddət içində xalqımız heç bir qaçan bu kurashni to'xtatib qo'ygani yo'q. Bunun deyin kim o? Bu zulüm bunda davam qılğan müddət içində bu kurash to'xtab qolmaydi. Yani besimning bo'lgan yerda qarshilik bo'lganligi bir haqiqat. Haqiqat albatta Xitoy hukumatı bu qitimqi mushu voqeani chiqishning oldini ep qag'il bo'lam dedi. Ep qilish mumkin-di. Çünkü xalqimiz yerda normal bir haq huquqni, bir adolatni talab qilgan. Yerda nurg'ulg'an odamlar o'ldi. Xitoyning o'zining qonundimi? Bir inson o'ltirganga qonun bo'yicha joriy ko'rish dunyoning har qanday bir davlatidagi eng diktator davlatlarning qonunlaridami bo'lgan bir qonuniy tartib. Ama Xitoy aşağıda özür mecbur işçilik ötkep ekip bağan insanlarımızın hayatının bexatarlik kapaletlik qilish uyak tutulsun. Ular öldürülgen takdirinin özde onunla kanuni bir ceza verildiğen, tutulduğun, onun sorak sualını kıldığın hadisler olmadı. Yani Xitoy özünün normal en akalli kanuni tertibini baştan köçemedi. Bununla nispeten halkımız internetlerde bunu talep yazmalar yazdı, bayanatlar verdi. Biz dünya kurultuyu bulup çetellerde Xitoy elçihallarının aldıda bunun karşı narazılık namayışı uyuşturduk. Xitoy hükümetinin Uyghur halkının bu soruşunu talep kıldık ve bu vakanın hakikatini eniqlab qatillarning adolat taslim qilishni talab qildi. Bu aqalli bir haq huquqlarimiz. Ama Xitoy mushning quloq berib, hech bo'lmasa o'zining qonunlarida yoki bir jinoyat tashkil qilinadi, jinoyat sodir. Buni jazolab namoyish chiqqan namoyishchilarning vakillari bilan uchrashib va fikringlar nima deb qilgan bo'lsa, balkim bundaq bir qirg'inchilikning yuz berishining oldini olish mumkin-di. Albatta, deganligimiz bu qatimqi voqeani Xitoy hukumati ma'qul nima deb shovganligini tekshirish bilan bunday bir voqea chiqmaydi deganlik emas. Çünkü belki 7. ayının 5 çıkması mümkün ama onun ismi 7. iyun qirg'inchilik emas, belki 8. Ağustos yoki 10. oktyabr bilmaymiz onun ismini. Çünkü her qanday bir vaqtda xalqimiz şu bu qatimqi şovga vaqas shuning va Xitoyning buni adolat bilan bir taraf qilmasligi shuning bir portlash sabab bo'lgan bir omil. Ama asosiy narsa bu 60 yillik Şərq Türkistan ustidagi besim, qirg'inchilik siyosat. Bu siyaset, bu qirg'inchilik to'xtamagan muddatning ichida tarixni ozg'ich bo'lib kelganligidek bu narsa to'xtamaydi. Shuning uchun bu yerda buni bir ifoda qilib qistirib o'tkim keldi. Men bu yerda masalan Lazım Dolqun efendim aytdim, bu masalani to'xtalib o'tdi. Xitoy hukumatining zaten burundan tortib qo'llanib kelgan vositasi shu. Zaten her qanday vatanchilik milliy inqiloblarning hammasini zaten bu chet eldagi jahongir kuchlar, davlatimiz qarshi kuchlar quturayotgan chet eldagi milliy bo'lgunchilar quturayotgan o'qigan bu o'zining Xitoy hukumatininki o'zining jinoiy qilmishlarini Şərq Türkistan xalqi ustidan yurgizayotgan bu zulm besim siyosatini yushirish uchun qo'llanib kelayotgan bir burundan tortib bir siyosiy shu bor. Masalan, hozir mana qarang, shu yaqin 10-ayning 10-kuni Shoganda sud ichildi. Shoga voqeasi munosabat bilan. Uningdagi 2 kundan keyin xuddi maslahatlashib olgandek Urumchida sud ichilib 6 nafar Uyg'ur
yigitімizге өлім жазасы verildi, şehit kılındı. Şovganda 6 adamga jazo hukm qilindi, ama külkilik yeri 6 adamning 3'si Uyg'urdi. 6 adamning 3'si Uyg'ur. Bu bulupmu Şovgan Ürümçi sotininki hükümet normal Xitoy zaten uni bütün dünya xalqi kutgan Xitoyning ashuna vahshiylik qilganligidan, tutqanlarga nisbatan ashundaq bir qotillik siyosat yurgizganligini zaten biladi Xitoyning bashirisini bütün dünya. Ama Şovganning sotining qarori bütün dünya jamoatchilar hayron qoldi. Mesela u Şovganda 6 adam jazolangan, 3'si Uyg'ur, 3'si Uyg'urmi yana tayoq yeb, ashar ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlar. Demak, mushu Ürümçi ham Şovgan ikki sotninki qarorlar Komünist Xitoy hokimiyatiniki milliy masalani hal qilish, milliy to'qinishlarni hal qilish niyatining yo'qligini, milliy masalani haqiqiy samimiyat bilan hal qilish niyatining yo'qligini, faqatla toki 49-chi tartib hozirgacha yurgizib kelgan bostirib, kirib yo'qotish, besim bilan singdirish siyosatidan voz kechmaydiganligini ko'rsatdi. Masalan, bu qatimki ikki qatimliq sotning hukmi yana shundaqla butun 1 milliard 300 million Xitoyga, yani shundaqla Sharq Turkistonda yashayotgan millionlagan Xitoy ko'chmanlarga jasorat berdi. Ularninki cho'ng Xitoychilik ideyasininki, cho'ng Xitoychilik xohishininki, fashistik qarshining texnik kuchayishiga bir jasorat berdi, e'lon berdi. Chunki qonuniy jihatdan ularga Xitoy hukumatı bu qatimki ikki qatimliq sotning natijasi orqali ularga qonuniy jihatdan alayda bir e'tibor berdiganligininki sinyallarni berdi. Demak, mush ikki qatimliq sotninki xulosasini uchiq ko'rsatib turibdiki, xuddi Dolqin efendim degandek, bu Şovgan voqeasi tunji qatimliq ish emas. Bundan keyin yuz berishi mumkin. 5-yo'l voqeasi bundan keyin qaytib yuz berishi mumkin. Chunki Komünist Xitoy hokimiyatining yuqoridagi siyosati o'zgarmaguncha bu xil hodisalar Sharq Turkistonda har zaman maydonga keladi. Mening qistirib qo'ydigan yana bir so'zim, Xitoy hokimiyati hozir internetlarga chiqarib, gez jurnallar orqali Dünya Uyg'ur qurultayining rahbari Robiya Qodirni va boshqa atib Dolqin efendimni terrorist, bu qurultayni terrorist qurultayi, tashkilotning terrorist tashkiloti, bu shaxslarni terroristlar qutratquvchi degan mushu batnomlar bilan qaralayotdi. Amaliyotda Dolqin efendimlar balkim tug'ilgan yoki tug'ilmagan chaqlarda bundaq terroristlarni Xitoy hokimiyati tarafidan o'zi o'ynagan. 60-yildan 70-yilgachilik oraliqda madaniyat inqilobi deb atalgan chiroyli ismni qo'yib olib, bizning vatanimiz Sharq Turkistonda terrorist harakatni olib borgan. Bu Xitoyning bu terrorist harakatiga uchirmagan shaxsiy, hattoki hayvonot, dal-daraxtlarmi qanmagan. Hammasi buning ziyonkashlikka uchragan. Bu chaqda Dolqin efendi tug'ilmagan yoki tug'ilgan bo'lsa-mu, hamda bu vaqt chaqlardagi ishlar. Buni kim qildi? Buni dal Xitoy hokimiyati, hozirgi Xitoy Kommunistik partiyasi qilgan terrorist harakat. Bu qatimqi Ürümçi voqeasini mana aynan shu hokimiyat biryotidi. Dünya Uyg'ur qurultayininki elib borgan programma tinchlik bilan masalalarni vatan ichida qilayotgan Xitoyning zulmini tinchlik bilan vatan sirtidagi anglatish, bundaq terrorist harakatni qo'zg'ash emas. Shuning uchun butun dunyo jamoatchiligi, xalqimiz buni to'g'ri tushunishi kerakki, Dünya Uyg'ur qurultayi vatanda bo'layotgan Xitoyning ashu vahshiy siyosatini, zulmini xalqaroga anglatish, masalani tinch yo'l bilan hal qilish. Ko'proq masalaga oxir yana bir so'raydigan muhim bir savol. Yani bu uşanlar keterlerdeki yani Uygur azatlık inqilabının yani başlamcı rehberleri qatarida ketyapsizlar. Hazır vatandakilar yoki vatan sirtidagi nurg'un Uyg'urlar orasida bundaq bir ba'zi birlar ishida yani ümidsizlik. Masalan bu qonlar bekoyib ketdi. Canlar do'stim boshqa o'lib ketdi. Yani bu nahaq holda ölüp gitti. Yani bu namayişinin yani aslida ahmiyeti yo'q deydigan bunda bir fikirlar o'tirib chiqdi da, yani bu haqda sizlarning yani ko'z qarashlaringiz qanday? Yani bu haqiqatan naq o'lib ketdimi yoki haqiqiy o'z yani bir vaqtida chiqqan bir namoyishmi? Yani bu haqda yani ko'z qarashlarini bir xalqimizdan o'zgarish desak. Türklerning bundaq bir so'zi bor, yani bir marşning nimasi. Bayraqni bayraq yapan üstündeki kandır, vatan urğundu, toprak urğundu ölen varsa o vatandır deydi. Yani Türkiye'nin bayrağı kızıl, bu renk emas, bu kan deydi. Ve toprak üçün bir şey canını pida kıla alsan o vatan buludu deydi. Şunun okşaş bu akkan kalla bakar ketmeydi. Yak singip ketmeydi. Her kandak bir vatan, her kandak bir millet bedel tölemey erkinlikka, hürlikka erişmeydi. Sharq Turkiston o'xshash. Sharq Turkiston xalqining balkim hozirgacha milliy mustaqillik yo'lida to'lagan
bedelleri akkan, kalları her kandak bir milletnikinden köp bolup ketken boluşu mumkin. Ama tekçe halkımız öz erkin yaşaydigan bir zamanга, bir vatanga ega bolalığın yok. Çünkü Şarkı Türkistan halkı, Uygur halkı özüge ep beripatkan köreşini naiti, yani bütün dünyanı qo'qitayotgan bir kuchga qarshi ep beripatıdı. 1 milyar 300 milyon bir nüfusga ega bir devlet, bir hakimiyetga qarshi kurash ep beripatıdı. Shuning uchun bizning yukimizga ait eg'ir. Albatta Xitoy hukumatidek, Xitoy kommunistik hakimiyetidek bir vahshiy, bir qonxo'r hakimiyet balkim dunyo tarixidan ait eng az kelgan bo'lishi mumkin. Bo'pmi bir 21-asrda bugun dunyoning bir yerda bir qattiqroq bir yo'talsa o'tirib anglab bo'ladigan bir sharoitning o'zidimi mushundaq bir asrda Xitoy hukumati yana hech taptatmasdan 5-iyun voqeasida qonliq qirg'inchilikni yozdi va hijolat bo'lmay 200 necha odam, 197 odam o'ldi deyapti. Ama biz egallagan ma'lumotlarda bu o'lgan odamning soni necha ming insonlar tutqun qilindi, necha ming yo'qolib ketdi degandikidek. Ama bizning afsuslanganimiz mushundaq to'kilgan qonlar, mushundaq vahshiyat 21-asrda dunyoning ko'z oldida yuz berdi. Xalqaro matbuotning diqqatini zo'r bo'ldi, ammo dunyo davlatlari bu masalaga nisbatan jiddiy Xitoyga bir unum beradigan tadbirlarni qo'llanib to'xtat demaganligi bizni afsuslantirayotgan masala. Ama bu deganlik bilan bu oqqan qonlar, bu to'lagan bedellar bekor ketib deganlik emas. Uyg'ur masalasi bugun mushu voqea bilan butun dunyoning Afrikadan Osiyogacha, Latin Amerikasidan Shimoliy Amerikagacha, Yevropaning butun qit'alarigacha bugun Uyg'urni tonimaydigan insonlar qanmidi desa xatolashgan bo'lmaymiz. Chunki mushu qon to'lagan mush bedellar Uyg'urni bugun dunyoga tonutdi. Albatta buningdan bizning kutadiganimiz xalqimizning umidi. Bunun bilan lam dünya tunuşulan bo'ldi. Bu to'lagan bedeller bunun yetmeydi asli. Ama deganimizdagidek bunun için yana tirishimiz kerak. Bu vatan içi ve sirtidagi bulup mu vatan sirtidagi her qandaq bir o'zini Uyg'ur degan vatanparvarning tashkilotlarning bütün insanның, yani Uyg'urlik marksist chaplangan her qandaq bir insanның bu meseleге ko'ngil berishi, bu to'kilgan qonlar, aqqan to'lagan bedellarni vatan sirtida shu qonlarning, shu bedellarning bir ovozi bo'lish sifatini, mas'uliyatini ustiga ep turib dunyoga anglatishi, qo'ldan kelgan jasoratni ko'rsatish kerak. Shunday vaqtimizning o'zida cho'qim biz ko'zlagan nishonimizga yetalaymiz. En ahir deydiğimiz bu qonlar bekor ahmidi. Albatta, o Dolqun Efendi'nin ayeti aniq izohat berdi bu vaqtda. Dunyoda hech bir erkinlikninki, o'rlikninki bedelsiz olmaydi, hech bir o'rlik, erkinlik. Onun ma'lum bir bedel oldu. Albatta Uyg'ur xalqi boshqa dunyo xalqlariga o'xshash tinchlikni xohlaydi. Tinchlikparvarlik hech bir zaman milliy to'qinish, milliy ixtilof, irqiy to'qinishlarni xohlagan emas, tarixidan tortib shundoq. Demek hazır Uyghur halkını şundak isyan kılıp çıkışkı mecburlavatkan bayqıdek dep ötkendek bir munç bir yerde sebepli var. O çavak işki koldan çıkıdı. Uyghur halkı olup ben tinişlikini xalayman, ben qadircamlikini xalayman, ben muqimlikini xalayman degen bilen o karşı taraf onun yol koymasa, o kuturatqılık siyasını yürgüse, zulüm besim siyasını yürgüse, o vaqtda bir yerde haqiqiy muqimlik, haqiqiy tinchlik amalga oshmaydi. Tinchlik ikki tarafninki g'ayrati bilan, ikki tarafning tirishchiligi bilan, ikki tarafning samimiyati bilan bo'ladi. Bu yerda asosan butun Sharq Turkiston rayonida mushundaq muqimsizlik omillarining kuchayishiga, mushundaq milliy isyon, milliy norozilik harakatlarining kuchayib ketishiga butunlay Xitoy kommunistik hokimiyati o'zi bevosita sababchi bo'lyapti. Hozirgacha yurgizgan siyosatini butun dunyo biladi. Uyg'urlar qarata yurgizgan. Ya'ni bu Uyg'urlar savrchanlik qilyapti. Albatta bu qatim mayli men shuningga ishonaman, mayli dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, chet ellardagi butun Uyg'urlar bu xalqimizning qirilib ketishini ilgari xolamaydi. Hech bir zaman xolagan emas. Shunga bu Sharq Turkiston Uyg'urlarning milliy masalasini tinchlik shakldan apirish uchun qo'ldan kelgan butun g'ayratni, samimiyatni ko'rsatyapti. Shavga vaqas bo'lgandan keyin guldirlab bo'lib xalqimizni quturatgani yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultiyi nihoyat yaxshi bayonotni e'lon qilib, nihoyat yaxshi o'zining konkret haqli talablarini o'tirib qo'ydi. Parvo qilmadi Xitoy hukumatı. Taki 7-ayning 5-kuni qadar oxiri xalqimizningki savritishib, ko'chaga chiqishga majbur bo'ldi. Shuningdek dunyo Uyg'ur qurultiyininki butun faoliyatlariga qaraydigan bo'lsak, butunlay nihoyat samimiyatini, o'zining tinchlikparvar ekanligini, masalalarni tinch usul bilan hal qilishni xohlaydiganligini butun dunyoga jakolab kelyapti. Ammo Xitoy buning yo'l qo'ymaydi.
butunlay qoralash, oqni qora qilish, tuhmat qilish taktikalarni qo'llanib kelyapti. Butun tug'ishini dunyo Uyg'ur qurultiyiga va uning qarama tashkilotlarga qaratyapti. Demak, bu yerda shuni deb o'tay. Urumchi voqeasi ma'lum mandiyat vaqtida Uyg'ur xalqining milliy irodasini butun dunyoga ko'rsatdi. Bu nihoyat muhim. Buni ahamiyati nihoyat muhim. Chunki Uyg'ur xalqining o'zining milliy irodasini o'tirg'i chiqishi, namoyon qilishi bu albatta butun Uyg'ur xalqiningki milliy g'ururining kuchayishiga, milliy uyg'unishninki umumiylik shakllanishiga sababchi bo'ldi. Shunga hozir mana chet eldagi Xitoy demokratlarim deyotdi, 5-yo'l bir voqeasidan keyin butun Uyg'urlar bir tarafga, bir bayroqning oldiga, butun Xitoylar bir bayroqning oldiga to'plandi. Butun Uyg'urlar har xil ideologiyadagi, har xil qarashdagi, hatto Xitoy kommunist hokimiyatiga moyil Uyg'urlarmi 5-yo'ldan keyin biroq Uyg'ur, haqiqiy Uyg'ur sepiga o'tdi deyotdi. Bu 5-yo'l voqeasiniki bekor ketmaganligining natijasi. Shundaqla 5-yo'l voqeasi yuz bergandan buyon xalqarada Xitoy hokimiyatiga qarshi nihoyat cho'ng bir xalqarалық jiddiy bir bitim bor. Bu dunyo Uyg'ur qurultiyiniki nihoyat zo'r tirishchilik bilan, g'ayrat bilan qo'l keldi albatta, ammo nihoyat cho'ng bitim bor. Albatta hozir xalqaradagi iqtisodiy krizis, Afg'oniston masalasi, Iroq masalasi, hozir xalqaradagi ba'zi jiddiy masalalar tufaylidan bir mezgil xalqaro jamoatchilikniki, xalqaradagi asosiy kuchlarniki diqqat e'tibor boshqa nuqtaga burilib ketib bordi. Xitoy kommunist hokimiyati buni fursat bilib turib, o'zining xolig'inicha ayadagi siyosiy qonxo'rlik siyosatini davomli yurgizib oldi, yigitimizni shahid qildi. Ammo dunyo jamoatchiligi buni unutib qolmaydi. Ammo bir kuni dunyo jamoatchiligi, xalqaro jamoatchilik Xitoyninki 5-yo'ldan buyon Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan bu qirg'inchilik siyosatninki hisobini ammo bir kuni so'raydi. Bu hargiz yada qolmaydi. Xitoy bir mezgil hozirgi vaziyatlarni o'tilishi mumkin, xalqaroning ko'zini bo'yg'anda qilishi mumkin, ammo kommunist Xitoy hokimiyatining qirg'inchiligini butun dunyo nimalarda ko'rdi, filmlarda ko'rdi. Buni hech bir zaman Xitoy hokimiyati bu yerga jinoiy qilmishdan hech bir zaman yushira olmaydi. Men shunga hayron qilyapman. Xitoy hokimiyati deydi, butun dunyo Uyg'ur qurultiyi kuch ketdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining nimasidan unda bo'ldi. Bunda bo'ldi, chet eldagi milliy bo'lginchilarni quturishdan u bo'ldi, bu bo'ldi. Demak, Xitoy hokimiyati bu yerda dunyo Uyg'ur qurultiyini vatan ichidagi xalqimizning xalqaradagi birdan-bir vakillik organi ekanligini vositlik, mushundaq qiliq nimalar orqali e'tirof qilishga majbur bo'ladi. E'tirof qildi degan gap. E'tirof qilmagan bo'lsa, bu darajada hujum qilmaydi. Sen u vaqtda sen buni Uyg'ur xalqining chet eldagi birdan-bir vakillik organi deb e'tirof qilgan ekansan, agar samimiy bo'lsang, kel dunyo Uyg'ur qurultiyiniki vakillari bilan, Uyg'ur xalqining haqiqiy vakillari bilan erkaklarcha o'tirib so'zlash masalani hal qil. Ammo sen hozirgi 49-yildan hozirgacha qoralash, tuhmat qilish siyosatni yurgizib kelyapsan. Sening maqsading masalani hal qilish emas. Agar masalani hal qilish niyating bo'lgan bo'lsa, kelib dunyo Uyg'ur qurultiyiniki nima vakillari bilan, Uyg'urlarning haqiqiy vakillari bilan kelib milliy masalani dialog orqali tinchlik shakldan hal qiladi. Zaten bizning chet elga tashkilotlarimizmi buni talab qilyapti, buni taklif qilyapti hozirgacha. Ammo Xitoy hukumatı qochqan taraf Uyg'ur xalqi emas, Xitoy hukumatı taraf qechyapti hozirgacha. Dialogdan, tinchlik tarafdan, suhbatdan Xitoy hukumatı qechyapti. Shunga men o'ylayman, bu yerda bunu xalqimiz shuni to'g'ri to'lib ketish kerak. Bu yerda hech bir zaman dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, chet elga Uyg'ur tashkilotlari masalani murakkablashtirish, masala chiqarish, ziddiyatni ham kasrlashtirish tarafdori bo'lmaydi hech bir zaman. Buningdan keyin bo'lmaydi. Menimcha bu menimcha o'zimning shaxsiy hozirgacha umumiy ko'zishimmi, bu hech bir zaman bizning milliy harakatimizningki bir yetakchi ideyasiyamiz bo'lib qolgan emas. Biz chet eldagi milliy harakatimizning asosiy maqsadi bu yana Uyg'ur xalqiningki taqdir masalasini tinch shakl bilan xalqaro qonun qoida prinsiplarga tayangan asosda xalqaro dunyo jamoatchiligining eslashiga asosida hal qilish tarafdori bo'lib faoliyat qilib kelyapti hozirgacha. Bu 5-iyul voqeasininki kelib chiqishda bu voqea kelib chiqmagan bo'lsa bu qanlar to'kilmaydi degan bu savol albatta Farhat apandini aytdi, yaxshi sharhlab o'tdi. Shu qon to'kilish majbur bo'lib qolgan vaqtida uyda ko'p tepsida putni uzun sinib yetib olgan vaqtida keladi, boshqa bo'yinga keladi. Zaten xalqimiz hech ish qilmay jim yotgan vaqtida xotirjam tura olgan emas, Xitoyning bu zulmidan qutula olgan emas, Xitoy bu jim qo'ygan emas. Mayli harakatga o'tgan bo'lsin, mustaqillik o'zining erkinligi uchun kurash qilgan bo'lsin, mayli kurash qilmagan bo'lsin, kurash qilmagan chog'lardimi bu xotirjamlikni, hattoki bir stakan choyni xotirjam ichish sharoitiga ega bo'la olgan emas. Shuning uchun mushundaq Xitoyningki zulmining sababidan bu harakat o'ttirib chiqdi. Bu qon bekorga to'kilmadi. Qon to'kilmay turib erkinlik albatta qo'lga kelmaydi. Bosniya-Hersegovinaningmi 170 ming odamningki qon to'kishi bilan o'ltirish badiliga Bosniya-Hersegovina mustaqil davlat bo'lib
o'ttirga chiqdi. Bu bizningki vatanda to'kilgan qonlarningmi, garchi qon to'kildi, ular o'lib ketdi, nahaq o'lib ketdi deymiz, ammo ular haqiqiy shahid bo'ldi, nahaq o'lmadi. Allah yo'lida mushu mustaqillik uchun, erkinlik uchun, o'zining hurriyati uchun dinini, millatini qo'g'dab o'lganlarni Janobi Alloh shahid deydi. Bular bizning nazarimizda shahid o'lgan bilan Allohning huzurida ular mangu hayot o'lmaydi. Janobi Alloh shu shahidlarimizningki tökкен qonlarning badliga qandaqki Bosniya Hersegovinaga mustaqillik ato qilgandek, mushu to'kilgan qon bizning Sharqiy Turkistonningki biz bir mustaqillik bo'lishimizningki asosi bo'lib qolsa ajab emas. Xalqimiz bundan hargiz umidsizlanmasligi kerak. Rossiyaningki Pamir Uran nomli harbiy mutaxassis olimlarningki 2004-yillar, 2003-yillar yozgan maqolada bu Sharq vatan sirtidagi Uyg'ur qochqinlaridan Xitoy nima uchun qo'rqadi degan mavzu qo'yib turib bir maqola e'lon qilgan. Demak, bu Xitoy hozir Amerika, Yevropa Xitoyni qorshab kelyapti. Xitoyningki dunyoga ko'tarilishni xohlamaydi. Bu Xitoy bundoq yo'g'inab ketib qolsa, dunyoga xavf degan asosda mavzu qo'yib, shuning uchun Amerika o'zining Germaniyadagi qo'shinlarini Sharqiy Yevropaga yo'tkash, Yaponiyadagi o'zining harbiy bazalarini Avstraliyaga yo'tkash, chunki bu harbiy bazalarningki bevosita jiroqda bo'lib qolib qolsa, uning oqim mudofaa qismininkki vaqtida yetib kelmaydiganligi, yaqin davlatlarda, Xitoy qo'shni davlatlarda bo'lib qolsa, Xitoyning bevosita hujumiga uchrab ketadiganligini bayon qilib, Rossiyaning harbiy mutaxassis olimlari o'tirib qo'ygan masala. Hozir Xitoyning atrofida Vyetnam deyli, Koreya, Janubiy Koreya deyli, Yapon deyli, Avstraliya deyli. Bu xalqarалық O'rta Osiyo deyli, Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, Amerikaning, Yevropaning askarlari qurshab bo'ldi. Xitoy bu masalani bizga bundoq zulmni qilaversa, bir kunsi Janobi Alloh bizga ashu zolimlarni, azolimlarning qo'li orqali yo'qotsa ajab emas. Janobi Alloh Qur'oni Karimdami sizlarning insonlarning ba'zisi orqali deb etmaydigan bo'lsak, chekindirmaydigan bo'lsak, dunyodagi masjidlar va cherkov ibodatxonalarmi mavjud bo'lib turmaydi deydi. Shuning uchun bizni Janobi Alloh boshqalarning qo'li orqali bir hurlik, erkinlik ato qilsa ajib emas. Buningdan hargiz xalqimiz umidlanmasligi kerak, umidsizlanmasligi kerak. Yuqorida Ferhat Efendi va Celil Efendilar deb o'tgandagidek 5-iyun voqeasida garchi to'kilgan qonlar, to'lagan bedellar zo'r bo'lsa-mu, ammo xalqimizni tarbiyalash, ma'naviy jihatdan pokizlash nuqtasi jihatda o'ynagan roli intayin zo'r bo'ldi. Bu qonlar yuqorida deb o'tdik, hargiz beko ketmaydi. Bugun xalqimiz tarixdagi har qanday bir vaqtga selishtirgan vaqtimizda bu zulmni eng ro'shan his qilgan ve en zor uyg'ongan bir vaqt. Bu zulm hech bir qachon 60-yaq to'xtab qolmadi. Ba'zi kuchaydi, ba'zi pasaydi. Ammo buningga parallel Sharq Turkiston xalqining milliy erkinlik uchun ep bo'lgan kurashlarimi hech bir qachon to'xtab qolgani yo'q. Uzluksiz davom qildi. Ba'zi kuchaydi, ba'zi pasaydi. Ammo deganimizdagidek bu kurash to'xtab qolmagan muddat ichida xalqimiz umidini yo'qotmagan muddat ichida en ahir xalqimiz chuqum hür erkin yaşaydigan bir kunga erişidi. Bunun için xalqimizning hech bir qachon umidsizlanmasligi, umidni yo'qotmaslik kerak. Ma'naviy jihatdan taslim bo'lmagan bir millat hech bir qachon mustamlikalik u millat uchun abadiy bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi hech bir qachon ma'naviy jihatda Xitoy bo'yinturg'idan qutulib ketadiganligiga erkinlikka bo'lgan intilish yo'qotgani yo'q. Bu qatimqi voqea shuning jonliq tipik misoli. Xitoy hukumatı bu voqeadan keyin bir qism insonlarimizga o'lim jazosi berish orqali jamiyatni tinchlantirishga uringandigidek, hamma ish joyiga tushgandagidek, g'alaba qilgandagidek bir signalni berishga tirishayotdi. Ammo Xitoy hukumatı texmi xato, yüz üçün təqim xətərlik bolğan bir yolga kiriyotganligini his qilmayotdi. Bu jimjitlik hargizmi abadiy jimjitlik emas. Xitoy hukumatı abadiy jimjitlikni, abadiy tinchlikni haqiqatan ichidan xohlaydigan bo'lsa, yuqorida Ferhat Efendi deb o'tgandagidek Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining vakillari bilan Dunyo qurultiyining rahbarlari bilan o'ltirish kerak. Dunyo qurultiyi rahbarlari bu masalani tinchlik bilan hal qilaylik deydigan fikrga quloq solish kerak. Ammo Xitoy o'zi gunohkor bo'lganligi uchun
Aciz bo'lganligi uchun shunchalik atom bombalari va iqtisodiy kuchlar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo aciz bo'lganligi uchun biz bilan kela ma'qul deb jo'ziga o'tirmayotdi. Har zaman ya'ni aciz bo'lganligi uchun bizning qo'lida temirning sunug'i yo'q xalqimizni qurol kuch bilan bostirish, alqi tinchishga, o'lim jazosi bilan ko'zini qo'qishga tirishyapti. Ammo xalqimiz buni ko'nib qolgan. Hech bir bu tunji qatimliq o'lim jazosi emas. Xalqimiz hozir 60 yildan buyon 500 mingdan ortiq şehit bədi. 21. əsrdə Xitay hökuməti 20 milyon, 25 milyon Uyğur xalqını bundaq ölüm cəzası ilə öldürüş bilan qırıb tükənməydi. Şunun üçün xalqımız heç bir qaçan bu erkinlik, azadlıq yolundakı milli iradəsini yanmaydı. Xalqımız və bunun çoxum işiniz kerak. Yəni yığınçılıq qan bekar ketmədi. Bu ümidni yo'qotmagan müddət içində xalqımız çoxum özünün bayrağı astida, özünün vətənində çoxum yaşaydı və erkin yaşaydigan bir kunga erishadi. Söhbətimni vaqtınızdan çıxırıb qəbul qılğanlar üçün köp rəhmət. Assalam Uygur halkım aziz Uygurum Kulağımın kalbinden bu hayat çapında aziz Kayandım sana halkım aziz Perişan harmanlarda küp uçurum Hasretten bir kararmen yolum oyrum Assalam Uygur halkım aziz Ben bu meseleni özümün kararlarım boyunca düşündüğüm için azrak 19. asrın ahireti yani 90. yıllardan tartıp hazır çıkan kıskıgına bir halkaralık olmamız bir şeraitini bir düşündüğüm doğru geliyordu. Bunun da 90 yıllarda vatanimizde kozgalgan Barın İnkılabı hem de 90 yılın keyin 90 yılı
ve 91 yılının başında bu Sovet İttifakı'nın parçalanışı hem de 30 yıllık Xitayning qamoq türmüsüge o'xshash taqib olgan bütün dünyada alaqasini üzüp etken bu bizim vatanimiz 90 yıllarga kelgende bütün dünyaga esib etilgandan keyin vatanimizdagi nayt ko'p yoshlar dünyaga yüzünüp bütün dünyadaki erkin, müstakil yaşayotgan devletler bilan yüz görüştü. Müstakil yaşayan milletlerin insan hak hukuklarının qoğduluş ve insan o'xshash yaşaş imkoniyatları bilan bevosita uchrashdi. Yana bir tarafdan bu 21. asrda dünyada bu uçur çok terakki kılıp, ciddi terakki kılıp bütün dünyada kompüter, internet, uçur dünyası şekillendi. Bizden vatanimizde bir Türk'ün özünü marifetke, dünyanın yüzünü bağışlayan yaş, fidakar perzentlerimiz dünyanın umumi uçurlarından haberlenip dünyadaki erkinlik, hürriyet ibaret bundak bir yeni yüzünüşlerini vatanimizge taratqını simgagini başladı halkımızga. Yani bir yerki elip verilayotgan bu közgü görünmeyen halde elip verilen siyasi terbibatlar nim boldu degan vaqtida inşallah aşı 20 milyon xalqning irodasiga varislik qila oladigan yani birdan-bir mustaqillik ideyasi bo'ldi. Şu mustaqillik ideya xalqimizning o'zining mustaqilligi bo'lmagan har qanday bir millat tarixda shallanib chiqib ketadiganligini his qildi. Buningda yanıla Uyg'urlarninki kelgusi bundan keyingi dünya millatlarının içinde o'rin elib turishi yoki yo'qolib ketishdan iborat bu bir ciddi meselege ularning bergan birdan-bir javobi faqatla mustaqillik bo'lmasa bu millat yo'qolish bu xirisidan qutlanmaydigan degan ideyaga keldi. Bunun bu 90. yıldaki Barın vakası, 97. ili vakası, bunun o'xshash 2008 yıldaki olimpik karşı vakalar, 2009 yıldaki bu 5. iyul vakası, Şavga vakası bunun bir tırpıçaktı. Şunun için 5. iyul vakası oldu. Bunların hemisi bizden umumi qarashlarimizni nisbatan aytganda umumi yig'ib aytgan vaqtida ideya jihatda xalqimizni bir tarbiyalash, yangi bir mustaqillik ideyasiga jannash, jo'lash bu mustaqillikdan iborat ulug' bir ideya yoki mustaqillikdan iborat bir ulug' aqidaga mukammallashtirdi va shuning turtkisidagi bu masala maydonga chiqdi deb qarayman. Köp rahmet Hüseyin efendim. İkinci sualım, bu vaka halkımızga ideya jihatdan, ro'yi jihatdan qandaq bir ta'sirlarni ko'rsatdi? Bununki ko'rsatgan ta'sirlar doirasi intayin cho'ng, intayin ko'p yerlarga berib bog'landi. Mening his qilganlarim. Bu yerda 30 yıldan yani 49 yıldan tatip mesela 90 yıllargacha bo'lgan, 80 yillarning oxirigacha bo'lgan, 80 yillargacha bo'lgan 30-35 yillik mavzung davrida xalqimizni bütün dünyadan bexabar qoldirib, undan keyin kommunistik ideologiyani bevosita kommunistik ta'lim tarbiya orqali xalqimizning qalbidagi iymon, aqida, din larni yurib ilib tashlab xalqimizni aqidadan ajratib tashlash orqali
odamlarimizda ya'ni diniy sahadagi qalbida iymon e'tiqodi bor pok qarindoshlarimiz bilan o'zlarini ziyoli deb to'nigan o'qimishlarning o'rtasida nihoyatda cho'ng bir nima keltirgan Xitoy. Orliqda cho'ng bir yirik yoki bo'lmasa bir-biriga dushmanlik paydo qilib, bu ikki to'pni bir-biriga qarshi qilib qo'ygandi. Ama bu kesim meselede bu misal bu bizimki 5. iyul vakasida benim küzüşünce ziyalilerimiz mi vatanperver, halkını söyleyen halkperver ziyalilerimiz mi hem de dini itikadi pak itikadlık İslam akidesiyle bilen yoğrulgan, İslam dinisiyle akidesiyle yoğrulgan kıyımdaşlarımızın ortasındaki yerek bağlantısı taraydı. Yani mesela bu meselede bir kişi farklılık oldu. Yani okşunmayan meslekteki, okşunmayan ideyadaki kıyımdaşlarını bir yer yakıvatıdır. O boşluğu hakikaten bu milletni qutqizadigan narsa birdan-bir narsa milletning mustaqilligi ekanligini. Ana shu orqali milletning mustaqilligiga erishgandilar. Ondan keyin bu milletning kelgusidagi davlatlarni qanday boshqarish masalasi keyingi bir masala ekanligini to'nib yetyapti. Birinchi masala hamda shu uçur dünyası bilen bevası alakalaşkan, birleştirgen, uçur dünyası arkalık halkımızın terbiyelegen, yani kompüter uçtu olup, internetle arkalık halkımız emniyette bir ziyadiler kabilesi, yakımız ziyadiler topu bilen, hani şu meydanın olduğu özünü bevası atak düşergen, İslam akidesi, yüksek İslam akidesi iyi Allah'ın aldığında bu şehitlik şarabın içişte özünü atılan millet sevgen hakiki mücahitlerimiz bilen birlikte aldığı çıktı. Yani cengavar saptı ula atılsa uların aldığı bütün dünya miqyasındaki yeni fikirlerini, yakınısı dünya miqyasındaki özgürlüklerini birleştiriverdi. Bulardır şunu nasıl etkiler? Her kim özünün kolunun kergen ve kilidinen işlerini kıldı. Yeni bir tarafta halkımız ibadet bu yeni bir mühim mesele Xitay tecavüzçülerini 40. yüzyıllardan tartışıp, yak 50. yüzyıldan tartışıp 80. yıllarıcı, yakımız 90'lılarıcı, yani bir esir, yani yeni esirimizden başlayıcımız bir kısım ziyadiler, yani bir kısım ademlerimiz Xitayla Uygurlarını acılanmaydı. Xitayla bizim terakkiyatımızın yükseltildiği, Xitayla bizim halkımızın naiti yaxşı ıhlanım etkeldi. Yakımızda komünizm, sosyalizm Uygur'unu kutkuzup kaldı deydiğen aşı ideyatçı adamlarımızdan hemsini oylandırıp koydu. Birinciden bu Xitaylı facianimiz değilse nurgun adamlarımız Xitaylı tecavüzcü bir millet de tanımağandı. Ama bu kıtım Xitay özünün hakiki tecavüzcü ekenliğini halkımızın aşkarlayıp verdi. Halkımız birinciden meyli o komünist işlevatkan bir ömür komünizm işleyen partiye azası olsun, meyli o herbi olsun, meyli o sakçı olsun, Uygurlu olsa Xitay'ın bir tecavüzcü ekenliğini tanıp yetti. Ben işinime nur bekleme tanıp yetti bunu. Bu en çok bizden halkımızı düşündürgen bir ikinci bir mesele. Birincisi kırındaşlarınki okşulmadan ideyadaki, meslekteki adamlarını birleştirgen olsa, ikincisi onu Uygur milletiyle halkına Xitay'ın tecavüzcü millet ekenliğini, bu millet müstakil bulmay,
Xitay tajovuzchilaridan tutulmay turib, bu tarixda yoki bu dunyoda oyoqqa tashlab turolmaydiganligini his qildi. Ko'p rahmat Husayn afandim. 3-chi savolim, bu voqea Xitoylarga qanday bir ta'sir ko'rsatdi, qanday bir signallarni berdi va Xitoylar buningdan nimalarni his qildi? Xitoy tarixda o'zlarininki aldamchilik siyosatlariga Uyg'urlarni aldab kelayotgan Uyg'urlar Xitoylar bilan ayrılanmaydi deydigan har turli siyosatlar bilan aldab kelayotgan siyosatlarninki yakimisi bu milliy ittifoqlik bu yerdagi bu ikki millatning ayrılanmasligidan iborat o'xshamagan boshqa siyosatlarninki birinchi ularning to'nib yetgani ularning endi qoli kelmaydigan bir siyosatlarga aylanganligini his qildi. Bir. İkincisi, bu haman bu Uygur'un yeri, bu Uygur halkının ki atı buğusundan kalan, bulağı taalluk bulan bu bir ana yurt Xitay'nın kolunun bir bölgünü çıkıp ketip kaldığını his kıldı. Bunun delili ne ise bu 5. iyul vakasından ki Xitay özünün bu halkımızdan yerin yaşımızı bizden vatanimizde, ana vatanimizde 29 ülkesi bölüp verip talan taraj kılıç kademini tezit oturdu. Bunun özü niye mantıklı fikir kılışımızda öndeydi o ise bu yerden acırap kesip kalıdığanlığa, bu yerden hemen ülkenin müstakil bot getirdiğanlığında Xitay mı gözü yetti. Şunun için bir gün busumu yılgın ağınım ağan andap bütün bulançılık öttü. Onun için özü ve ardının kötülük bağlılığından bütün işkedici cinne bakanlığı Xitay'a pul verip bir ege nüfus balatı arkalık bizde kaltırılmış ham hıyarlı buladı. Onun tarih kemerliğini özüm bilirdi Xitay. Bu Xitay'a verilgen mesaj. Yani Uygurlar bunun için Xitay'ın ibaret bu bir tecavüzcü bir milletinin çocuk yetkenliği onun bunun için ilk barıdan siyasi faaliyetinin dışkanda özünün ki Uygurlar ilk barıdan siyasi aldaş verenin ki bunun için karı kemmeydiğinliğini hem de bu yerinin çokum fakat vakit meselesi ikenliğini bir günün müstakil bu gibi kaldığı şunun için kaç tez bulan falan talaşkıysam şunca yakşı alalığının az da 29 ülkeni kudret aş böğreni koyup bergen bu kışa şüvetimizi koyup bergeninin özü bu Xitay'a bergen mesajı oldu benimce. Rahmet Hüseyin efendim. 4-chi savolim, bu voqea xalqarada qanday inkaslarni paydo qildi? Xalqaro Uyg'urlar haqida nimalarni tushundi? Bu meselede xalqarada rast burun mesela biz Avustralya'ya çıkan vakfımızda 90'cı yıllarda 87'ci çıkan ben o çağlarda Uygur diyeni asasen tanımaydı Avustralya'da. Dünyada Uygurlar hakkında bilim nayet törendir. Onun için biz bu Türkiye'de fakat Şarkı Türkistan diyen 92. yılı kurulan Şarkı Türkistan bizi kurulduğumuz arkalık kolumuzun hikayince dünyanın hem faaliyetlerini ilk bağım bilen vatan içi de onda bir ciddi mesele görülmeyen dünya medyası da Uygurlar meselesi dünyada taralmağanlığı için Uygur diye hakkında bir düşünce bulmagan. Ama kısa vakit içinde yani 97. yılı ili vakasından keyin ta şu 2009 yılı bolan hem de hazırlıkta iş aldık 3 yıl öttü. Bu 2012 yılı 16 yıl jarayonda birinci dünya Uygur degan bir milletning bağlılığını ikinci o millet Xitay tarafından tecavüzçülük uçurgan yoki devletini Xitayga topshirib qo'ygan bir millet ekanligini üçüncüden o milletin hazırki ahvalında özünün dini, tili, medeniyeti ve bütün baylıkları
bütün barlığının dokunuş girdavı kilovatkallığını dünya cemaatçiliği his kıldı. Dördüncüden, Xitay'ın bütün dünyaya beyvasta, global, yani bütün dünyaya yürüyüş kırıp, iqtisadi cihetten yürüyüzüvatkan talant-tarajları, bulup bu Hindi içindeki, Afrika'daki uşak devletlerine asretten tüzülüp, şikayetip, bütün dünyanın işçili bölüvatkanları, yani diktatörü devlet ve demokratik devletlerin başka ağırvatkanları. Şu arkalık bütün garip dünyasına yakınmasa, bütün garip tarak kılıvatkan dünyaya tehdit buluvatkanlığını dünyaya his kıldı. Bunun için Uygurların ipağın siyasi köreşleri bunun da belki de rol oynadı, yakımız halkılık rol oynadı. Bu Xalqaranın Uygur'unu tonuşuğa, şundakla hem Xitay'ını tonuyup yetişige, Xitay'dan ibaret bu bir bütün dünyaya özünün xuddi aşı tüm kovan nemisi okşaş, ejdaha okşaş dünyaya yüzünün vatkanlığını yes kıldıralı dedi. Şunun için dünya hazır dopusunu koyup Xitay meselesi de başka oynayışın ibaret yeni bir sistemine şekillendi menimce. Bu Xalqara belgen umumi nemisi inkarcı oldu. Endi menin ahir yana bir narsani qismagim kelyapti. Yuqorida men so'zlab o'tgan masalalar bir jiddiy sistemalik so'zlayolmagan bo'lsammi, ammo bir narsani yana qistirib qo'ymoqchi. Bizning hozirgi ahvolda men 4-qurultayda nurg'un narsalarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Vatan ichida xalqimiz mustaqillikqa bu qadar tashna va Xitoyga nisbatan bo'lgan o'chmanlik yakimizda Xitoy bilan o'zaro kelishish mumkinchiligi bo'lmagan ikki qashqa og'irlik bo'ldi. Buni men his qildim, bizning xalqimiz dunyo his qilyapti. Endi agar bir narsani men qattiqroq cheksim deb, agar vatandagi shu fidokor qahramonlarimiz o'zini o'limga tutib bo'lsa, chet elda biz nima faoliyat qilyaptik? Biz şu şehitlerin kanını, şu bayraklarımızı götürüp çıkarıp dünyada faaliyet yapıyoruz. Bu faaliyetlerimizde bizde kahraman kılıyoruz, mahiyette kahraman uza. Ama bu kahramanların, bu şehitlerin ruhunu biz hakikaten hürmet kılacağımızsa ben bunda bir nesli halkımızı dep koymak için bütün dünyaya. Eğer Moşuk yüzleşti olsa Xitay'ın partiyanışı o mukarrerlik. O fakat vakit meselesi. Belki Xitay partiyanındı. Ama Moşuk'da bir dünya karakterlik rakanın yüz veriş aldı da Uygurlar özünün bu dünyalı siyasetine içine özünün menfaatini panik krizelendi o. Şunu artık kıstırılalandığı yok mu? Eğer Uygurlar akıllık bulmasak, halkımızın bütün kökten şüpheden şehitlerimiz yeni bir kısım bir kakidir. Yani akıllık buluş meselesi kandak meseleler diyende, hiç kim, meyli Amerika olsun, meyli Türkiye olsun, meyli garip olsun, Uygur'un yığısına, yetimden yığısına hiç kim bakkan emez. Onların Xitay bilan bo'lgan menfaati var. Biz şu menfaatini içine özümüzden menfaatimizni qo'yishimiz kerak bir. İkincisi benim deydiğim. Dünyada devlet bo'lganlik uchun millat bo'lgan emas. Millat bo'lganlik uchun devlet bo'lgan. Sharq Turkiston degan millat yo'q. Devlet bo'lgan bo'lsa o yo'qolgan devlet. Biz yo'qolgan devletimizni izlamaymiz. Biz Uygur'un devletini kurmakçı. Şunun için biz isimimizin barıdı itikimizi yıkıp
bu Uygur'un türkülüvatkan kavlarına sahip çıkımız desek Uygur zencefini aldırga koyuşumuz gerek. Eğer Uygurlar bu meselede Uygur bulup çıkanmışsa yine tülünün çayına Şarkı Türkistan talep döküldüyse o çağda kelgüsü de ya kimisi yakın kelgüsü de Xitay parçalansa gayet bizden Uygur'un vekili de kudu Tayvan'da okşaş Xitay hakimiyet beşideki bir hakimiyeti kurup koyuş mümkün. O çağda Uygur'un jığısına maymınlar jığılsın. O çağda biz muşu tarihinin, şehitlerinin kan bedelleriyle buna yüzgelenmeyimiz tarihte bizden hakaretlik namımız kalıdır. Ben deydim, bu meselede her madem ciddi koyuş gerek. Hoş, ötkenkiler kurutken Şarkı Türkistan'da ötkenki ben sözümde dedim bunu. Ama bizim bizge Uygur degen bir narsa kerak. Uygur yok olup Uygur beslendi kılınatıdı. Uygur'un farzandlari ishga olib yok qilinyapti. Uygur'un tili, Uygur'un dini yok olup Böyle her bir adam o'ylash kerak. Ben yakında söyleyende ötken sözünün ahirgi belirle onu bunu yıldı. Uygurlar biçare, Uygurlardı hain tolar, Uygurlar korkançak, normal şurağı çıkmaydı. Sen özlemdeki illetlerini Uygur milletini döndüme. Sen Uygur milleti korkançak olsun, 1,20 milyar Xitay'ın yakısının onu kındırak yok, yakısını düşmek, dünyanın zevzeli keltiriyorsun. Bu milletin perzenti bolsan, sen bunu aciz dine. Yetim dine. Anısı boğan bir vatan, vatini boğan bir vatan, yetim emas. 20 milyon halkı boğan vatan, yetim olmaydı. Sen özendeki illetlerini, özendeki hainlikini bütün Uygur'u çaplamağında. Uygur'da dengiler bütün hayatını hazır öz halkının müstakilliğini bekişlevattan bundan oğlanlarla bir milletine hakaret edene hakkın yok. Benim halkaradaki chet ellerdi iş ilip verivattan kayındaşlarım bu deydiğen gibi muşurke. Köp rahmet Hüseyin efendim. İnşallah keler kıtımlık programımızda yeni temalar bilen siz bilen yüz görüşümüz. Özünüz asıran Allah'a emanet olun. Sanımı köp rahmet. Meni şu yine interview kılıp şu meselelerde fikrimin ağırlığım için benim fikirlerimde yukarı tayarlı olsa ben cemaatin köpçülükten keçirim sorar. Ama meni tızmanlar, benim fikirlerimde siyasi mülazim oluşup yakınlar. İnsanlar. Hakiki insanlar İdeyalar üstünde fikir yürütücüdür. İdeyalar üstünde fikir yürütücü adamlar yukarı seviyedeki pasahat, yukarı seviyedeki adamlar. Vakalar üstünde fikir yürütücüler plaka adamlar. Ama adamlar üstünde yakıkanlar en namussuz insanlar. Böyle fikrini koyuyorlar arkadaşlar. Rahmet. Benim üstümde emas, benim hatalıklarım milyonlarca. Ben şundan nacar bir adam ama benim hazır koyuvattan fikirlerimle oynayışıp koyuyorlar arkadaşlar. Bir azrak kındık çıkıp kalan. Gaflet içire koptu bugün ağlarım. Bük baraksa mevzarlık bağlarım. Baylığını gece gündüz alsın mı? Serdimeysen yoktur senin hiç işin. Halkın üçün kılçı mihnet kılmısan. Burada seni kandık Uygur der.
geçmişim Özgü tılda okutup sen balanı Nimisi o anlatıldın keçkinin Milletinge köyün mü sen tüm akça Ey burada seni kanda Uygur de Ey burada seni kanda Uygur de Sapınlıqның kesili Ketip səndin xislətləmin kesili Meyde kirib jürgünümüz axmaydı Axlalmısa anılanın astını Bu alemge beperva bu qarısan Et burada seni qanda Uygur de Et burada seni qanda Uygur de Aç gözünü etrafqa bak Millet üçün her bir Uygur köyünsen Şad yaşaymız, kaygımız yok Uygur'um Vatan işqi olsa eğer yürekte Sen buradır, sen hakiki Uygur'um Sen brother, sen hakiki Uygur'um 5. yıl Ürümçi 40. yılının 3. yıllarını hatırlaşıp tayarlıqladınız. Bu münasebetlen Dünya Kurultayı bir qancha haftaligini bütün Şərq Türkistan teşkilatları ve vatanperverlerin çarpı elan qilib faoliyat o'rinlashtirishi qilgan. Bu münasebetlen Dünya Kurultayı ve onun terkibideki teşkilatlar bir qancha haftadan buyon 5 yılının 3. yıllarını hatırlash üçün ciddi tayyorlik faaliyetleri ep beriyotdi. Bu faaliyetler elbette dünya hareketlilik hem devletlerde umumyüzlük namayış faaliyeti vardır. Elbette bu meseleden bu bizim yapmak olan faaliyetimizin bir kısmı. Ama ondan başka yani Dünya Kurultayı Ürümçi 40. yılının 1-2. yıllarında okşaş şekilde çağrılarını ilan kılıp bütün dünyadaki teşkilatlarımızı ve temperverlerimizi bunu hatırlaşıp çağıran ve 1-2. yıllarda 20'den artık devlette her şekildeki narazılık namayişleri, şehitlerimizden ruhuyla hatmi Kur'an, nezet talavet kılış, matbuat yığını uyuşturuş, her şekildeki konferanslarını, müzakirelerini hep beriş, muşun okşayılan her şekilde narazılık faaliyetlerini hep bağlantı. Büyük okşay şekilde bütün dünyada narazılık namayişlerimizi hep bırıldı. Onun başka dünya kurulduğu mesela bu kadın bizden Dünya Kurultayı'nın hizmetçisi Mike Efendi 6. ayın 18'den başlanğan Birleşken Devletler Teşkilatı İşit Hukuk Kengişi'nin 20 yılının üçün Cenevre'ye ketdi. Bu yığın jarayonida 5. iyun da yo'qolib ketilganlarning izlarini
so'rash kerak degan masalani maxsus bir davlat shaklida Birlashgan Millatlar Tashkilotida boshqa masalalar qo'shib o'tirib qo'yildi. Undan boshqa biz hozirgi dunyo huquqiy aloqalayotgan xalqaro tashkilotlar bor. 40-50 dan ortiq xalqaro davlat huquq tashkilotlari. Undan boshqa Yevropa parlamenti bo'lsin va Germaniya, Yevropa, Amerikadagi boshqa parlament kongress a'zolari bor. Bu masalasi bilan qiziqayotgan, istashayotgan. Bularga Ürümçi 43-yillik münasebetinden biz xatlarni yozdik. Ularning bugün unutib qolmasligi, bu munosabatlar ularning parlamentlarda Uyg'ur masalasini kun tartibga keltirish kerakligini o'tirib qo'ydik. Bularning ba'zilari bizga ijobiy javob keldi. Oldingi kunlarda parlamentlarda balki Uyg'ur masalasi shu davlatlar parlamentlarida o'tirib qo'yildi. Undan boshqa xalqaro matbuotda biz ahamiyat berib xalqaro matbuot bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshi Sharq Turkistonga berib ziyorat qilib kelgan, haqiqiy ahvollarni ko'zidan ko'rib kelgan, bu vaqtda har xil hujjatli filmlarni ishlagan, maqolalar yozgan gazetchilar bor, muxbirlar bor, yozuvchilar bor. Biz ularni shu 5-iyun Ürümçi 40-yillik munosabati bilan buni unutib qolmaslik kerak. Bu haqida yangi maqolalarni, yangi ko'z qarashlarni yezishini lozimligini biz eskartib turdik. Chunki deganlikda biz uchun aytib muhim ahamiyatli bir va unutulg'usiz bir qonli fojia. Ama biz buni davomli ularning xulqi hissedib xotir tutsak, ularning dunyoda yalnız Uyg'ur masalasi yo'q, Uyg'ur masalasi bo'layotgan minglarcha kunni dunyoda yuz berib turdi. Demak biz ularga buni xotirlatgan vaqtimizda, ularga eslatgan vaqtimizda, haydashlik qilgan vaqtimizda ular deb uni o'zining kun tartibiga kirgizdilar. Bu faaliyetlerini yapmadık. Deganligidek hozirmi Yevropada bir qancha gazetlarda, jurnallarda Uyg'ur masalasi haqida bir qancha yil bu haqda yaxshi maqolalar chiqyapti. Balki 5-iyunning oldi keyinda bu haqda bir qator maqolalar chiqib dunyoning yana bir qator diqqat e'tiborini Uyg'ur masalasini qo'zg'ash uchun foyda bo'lishi mumkin deb o'ylayapmiz. Bundan boshqa biz aloqa qilgan xalqaro tashkilotlarga o'xshash shaklda ularningmi bizim faaliyetimizga qatnashishi, agar qatnashmagan taqdirda ular o'zlarining konferans uyushtirish va o'zlarining imkoniyatlar doirasida bir faoliyatlar o'tkazishga ularga safarbar qildik. Ularni oldingi kunlarda bir qism faoliyatlar yaptirish mumkin. Undan boshqa yana biz hukumatlarga, parlamentlarga xat yozdik. Yani teşkilatlar, tüken neslinin şu buldu xalqaro teşkilatlarda müşü gün münasebeti bilan bayonotlar qilish. Biz ularga Sharq Turkistonda egallagan eng yangi usullarni ta'minlash orqali yangi ma'lumotlarni ularga xabardor qilish bilan ularning bu masalasidan reaksiyonni qo'zg'ash. Demak biz dunyoda xalqaro tashkilotlardan, hukumatlardan, Uyg'ur do'stlaridan bu narsani talab qilamiz. Ammo shunun bilan birga albatta dunyo qurtilganligidek o'zimizning xalqimizga tashkilotlarimiz bu chaqirib chiqardik. Ammo bizning xalqimizmi yaşlarımız olsun ve muhacirat vatandaşlık xalqimiz zaten bunu unutib qolamaydi. Ama chetlarga chiqib vatandaş bo'lganligini xuddi bu faqat qo'ndirib qolganligidek bunday bir suslash harakati hodisalar mavjud bizning insonlarimiz uchun. Shuning uchun biz bütün yaşlarımızdan, bütün vatanparvarlarimizdan, muhaciratdagi bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarımizdan bu voqeani unutib chiqib bo'lmaydiganligini qo'llab qurg'iniyor. Qanchalik insonning turib bo'lganligi, qanchalik insonning yo'qolib ketayotganligi, qanchalik insonning o'lib ketganligi haqida qo'limizda aniq ma'lumot yo'q. Buning qurbonini bergan buni egil betilib turdi. Ammo buni biz chetlardagi insonlar buni his qilishimiz kerak. Ojizlik qilish bo'lmaydi. Xuddi shu 5-iyun Ürümçi yuz berganda oldigan dunyoda ajoyib bir hayajon yaratilgan. Bizning xalqimiz Xitoy hukumatiga bo'lgan g'azab, nafratlarni ifoda qilib bo'lmaydi shu vaqtlarning o'zida. Ammo ortin bir muddat o'tgandan keyin bizning insonlarimizda bu g'azablardan biroz pasayib qolgandek alomatlar bor, ammo bu to'g'ri emas. Chunki Xitoyning Sharq Turkistondagi besimlari, zulmlar pasayib qolgani yo'q. 5-iyun voqeasidan keyin texnik shiddat bilan davom qildi. Bunda bo'lgandan keyin bizning g'azab, nafratimizni texnik shiddat bilan davom qilish kerak. Şunun bütün vatandaşlarımızdan, bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızdan 5-iyunning 3-yillik münasebetinde dünyada yapılayotgan bütün faaliyetlerga aktif qatnashishi, shu xalqimizning, shu şehitlerimizni yad etishi, unutib qolmasligi, o'zining vijdoniy bir burchini, Uyg'urlik qarzini ado qilish kerak deb o'ylayman. Shuni chaqiraman.
Azıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Azıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Yaş döküp Kaşgar ili yığlaydı turpan azıdar. Yaş döküp Kaşgar ili yığlaydı turpan azıdar. Men kumulni aylinip çıksam hiyalen bu seher. Kaygıda kütkül şehir sehrad dihkan azıdar. Kaygıda kütkül şehir sehrad dihkan azıdar. Kirsenlar güdekler undükülmen lalikin ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar. Bak kirsenlar güdekler undükülmen la bugün ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar. Maysum bul, cim buluşsa veciket küzdün dimem. Nevkırallar ketti uçup şunla aşkı bostan azıdar. Tolgunup irtiş ili tarim tümen deryasını. Baktı hasret ilkide bağrıydı kan gazıdar. Tolgunup irtiş ili tarim tümen deryasını. Baktı hasret ilkide bağrıydı kan gazıdar. Baktı hasret ilkide bağrıydı kan gazıdar. Assalamu alaikum İlşat Hasan efendim, qanday ahvalınız? Wa alaykum assalam Abdurrahman Bukam. Qanday ahvalınız, yaxshimi? Tinchlikmi? Yaxshi, rahmat. İlşat efendim, bugünkü bizim programımız şu 5. yıl
qonli qirg'inchiligi haqida va shu Qirg'izistondagi vaziyatlar haqida bir maxsus programmalar o'rlashtirgan. Sizdan so'raydigan birinchi savolim 5-yil Urumchi qonli qirg'inchiligi Uyg'urlarga nima olib keldi? Mushu tema haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Qisqa yaqinlab aytgan vaqtda bir jumla bilan desak, 5-iyul voqeasi Uyg'urlarninki bir umumyuzlik uyg'unish yetkazdi. Bu yerdagi mening umumyuzlik uyg'unish deganim uzun tarixdan buyon biz mushu mustaqillik uchun, erkinlik uchun kurash qilib kelyapmiz. Ammo bizning aramizda yana bir turkum atish parallar, qaymoq Xitoyninki tashviqot siyosatidan qaymoq qollar, ular yana Xitoyga bir xil umid kutgan. Siyosiy jihatdan bizga barobarlikni beramdikin, avtonomiyadan bir narsadan foydalangan bo'lamdikin deb har xil umidlar bilan bo'lgan. Ammo lekin bu ketimki iyul voqeasi bo'lsa, Uyg'ur bilan Xitoyninki azaldan birga yashashning imkoniyatining yo'qligini, mening demoqchi bo'lganim bu yerda Xitoy tajovuzchi hokimiyati bilan faqat biz Uyg'ur millati o'zining mustaqil erkinligini qo'lga olgan vaqtida uningki har qanday bilan barobarlikninki ustidan barobarlikni asos qilganda bir do'st bo'lib o'tishning imkoniyatining borligini butun dunyoga ham Uyg'ur xalqininki hammasiga buni tushuntirib berdi. Chunki iyul voqeasidan keyin Uyg'urlarning bir xil tinchlik elib borgan narazılıq Xitayning qonli bostirishiga uchrab qolmasdan hatto Sharq Turkistonda yashayotgan Xitoy fuqarolari Uyg'urlarga kaltak to'qmoqlarini mushu Xitoy armiyasiniki yag'andan o'zi chatnish keyin o'lib Xitoy fuqarolarini turib Uyg'urlarga qirg'inchilik etdi. Bu Xitoyninki Uyg'ur millatiga bo'lgan ham Sharq Turkistondagi yerlik millatlarga bo'lgan yo'qotish, aslimlashtirish qilish, butunlay Sharq Turkistonni Xitoylashtirish siyosatiniki mohiyatini yechib, mashada yashayotgan, ham Xitoyga umid kutayotgan oz sondagi Uyg'urlarni butunlay uyg'otdi. Mushu nuqtadan elbetga vaqtida iyul voqeasi garchi biz nihoyatda cho'ng badal to'ladik, yig'lagan yoshlarimiz, ayollar, bolalar o'lib ketdi. Lekin Uyg'ur xalqi umumyuzlik uyg'ondi. Buningda bir uyg'ongan millatda umid bor. Ko'p rahmat Dilshod apandim. Siz ham yuqori deb o'tdingiz. Endi masalan buningdan keyin biz Uyg'urlar masalan mush 5-yil qonli qirg'inchiligidan qanday bir saboq olishimiz kerak? Bu yerda bu bir cho'nqur kang doiradagi bir savol. Javob bermak unday oson emas. Bu yerdan egallaydigan tajribasi orqali ba'zi mazmunlardan yana o'xshashlar takrorlanib keladi. Bu yerda Xitoy Uyg'ur bir millat bo'lish sifati bilan agar o'zininki taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'liga keltirmagan sharoitda mayli uning tinchlikdan qilgan talbi bo'lsin, mayli qaysi usulda qilgan talbi bo'lsin, bularning hech qaysi bir amalga eshish kafolatga ega emas. Bu yerda bir boshqa bir yot millatninki ishg'oliyat ostidagi millatninki o'zininki madaniyat, til bo'lsin, hamma jihatdagi huquqiga erishish uchun bu agar erkinligini qo'lga olgan vaqtida bu huquqlarning hech qaysi bir amalga oshmaydiganligini shuningdan biz ko'rib olamizki, ham Uyg'urlar bundan keyingi har qanday bir talab yoki erkinlik ko'rishida qat'iy niyat bilan o'zininki taqdirini o'zi belgilash degan mushu huquqqa erishmaguncha buningdan dal qo'ymaslik kerak. Hech qanday bir sulhiga ma'qul demaslik kerak. Oxirgi nishonga yetmaguncha kurashni to'xtatmaslik kerak deb men qarayman.
Yurttan ayrılıp vatan Yigen aşım aş emez Yigen aşım aş emez Sana telmürgen küldü Kanlar aktı yaş emez Kanlar aktı yaş emez Yat eldeki altını Men üçündür taş emez Bu derdimni anlatıp Salam denla vatenge Salam denla vatenge Haydi sen yolcura Hediyende kitelmey Hediyende kitelmey Serdap bulup yürümen Vurdunan müjtelmey Vurdunan müjtelmey Aşkın goldi namımı Men çegirdin ötelmey Şunda sersan yürüydü Balamdan lavetenge Balamdan lavetenge Vatan diyen ağızlar Toymay karayme Bayrak kan kolani Tüyüp yalayme Bayrak kan kolani Tüyüp yalayme Vatanimin hidini Toymayı kurayme Oğlum bugün dedinde Sarangdan lavetenge Sarangdan lavetenge Oğlum bugün dediğinde Sarangdan lavetenge Sarangdan lavetenge Birinci sualım şu 5. yıl Ürümçi Qallık Kırgınçılığı Uygurlarga nima ep keldi? Köp rahmet. Aldı bilen müşü münasebet bilen 5. iyul şu Qallık Kırgınçılığı münasebet bilen şehit bolgan aziz şehitlerimizin ro'yiga dua qilamiz. Ularga Cenab-ı Allah'tan
cennet tileyimiz. Ondan keyin yo'qolib ketgan, hozirgi turmada qiynalayotgan aziz qarindoshlarımizga Cenab-ı Allah'ın sabır tileyimiz. Yig'layotgan ota-onalarga, yetim yesir, narsida, buvaqlarga va tulqagan xonimlarimizga hammasiga Cenab-ı Allah'ın sabır tileyimiz. Endi 5-iyul vakası Uyg'urlarga nima etib keldi? 5-iyul Uyg'ur vakası Uyg'urlarga eng muhimi, bütün Uyg'urlarning o'zining tarixdagi qahramonlik ruhini bir qur namoyon qiladigan, o'zlarining bu qahramonlik o'z vataniga bo'lgan igidorchilik, o'z millatiga bo'lgan sadoqat, o'zining xo'rlangan diniga bo'lgan ega chiqishdak shu 3 muhim masalada Xitoyga nisbatan ochiq oshkora jang e'lon qilgan, bayroqni Ruşen halda Xitoyga ko'rsatgan siyosiy maydonni ifodalagan bir fursat. Shunlashqa bu 5-iyul vakasi Uyg'urlarning o'zini ko'rsatgani, o'zini ko'rsatishi, o'zining kuch-qudratini namoyon qilishi, o'zining tarixdan kelgan an'analari bo'yicha o'zining vatani, millati, dini uchun hatto hayotini qurbon qilish ruhidan iborat bu oliyjanoblikning, bu qahramonlikning Uyg'urlarda yo'qolib ketmaganligini, mana shularni namoyon qildi. Uyg'urlarni ittifoqlashtirdi. Shundaqla jamiyatda Xitoylarning uzun muddatli tashviqoti va har xil aldash vositalari va aldash tusini olgan siyosatlari tufaylidan yo'lidan izib qolgan, Xitoylar bilan ijtimoiy munosabatda quyuqlashib ketgan, hatto Xitoyning turmushiga biroz o'ziga Xitoyning turmush shakliga o'zini berib o'tish ehtimolidagi bir qism Uyg'urlarimizni yo'ldan qaytarib keldi. Ya'ni 5-iyul vakasi Uyg'urlar bilan Xitoylar orasidagi chek-chegarani aniqla o'rab o'tgan, xuddi qonunlarimiz aytgandek bir qozonda qaynamaydigan bir ikki millat ekanligini isbotlagan bir voqea bo'ldi. 5-iyul qonliq qirg'inchiligi yana bir tarafdan Uyg'urlarning Xitoyni to'nib olishi, Xitoylarning Uyg'urlarni to'nib olishiga fursat yaratdi. Nurg'un idora jamiyatlarda Xitoylar Uyg'urlar aralashib ishlash jarayonida va jamiyatdagi bism bilan yolg'ondan va sun'iy shaklda davom qilib kelgan ijtimoiy yiqinchilik mana deb o'zini ko'rsatdi. Ya'ni bu masalaga kelganda Xitoylar hech bir vaqt ma'vu bizning uzundan buyon ishlab kelgan Uyg'urimizni demadi, ma'vu Uyg'urning ziyolisi demadi, yeri kelganda ichkaridan yetkazib kelgan ko'zi qora, niyati buzuq, saqchi, jandarma va qurolli qism Uyg'urlarni aramasdan qatliamni boshladi. Shunlashqa bu masalaga kelganda Uyg'urlarning ijtimoiy jamiyatda yana do'st dushmanni aniq farqlantirib olish, uzun muddatlik qalaynagan tashviqot jihatdan shakllangan bexudlikdan qayta uyg'onish ruhini qaytadan etkeldi deyalamiz. Eng muhimi 5-iyul vakasi Uyg'urlarning bundan keyingi ko'rishida mayli siyosiy jihatdan ko'rash bo'lsin, mayli boshqa jihatlarda ko'rash bo'lsin, Uyg'urlarga ishonch keldi. Mush 5-iyul vakasidan keyin men ko'plagan muvaqqat berilgan radio xabarlardan angladim. O'rta Osiyoga chiqqan bir Uyg'ur xonimi shunday hayajon bilan o'ziga to'liq ishonch qilgan asosda shuni deydi: biz bu Xitoylarni kuchli deb o'ylabdik, ular uncha kuchli emas ekan. Shu bir qancha ming Uyg'ur yurikani Xitoylarni terib-teran qilyapti. Mana bu Uyg'urlarning o'ziga qanchalik ishonchisining shakllanganligini va ishonchisining turg'izilganligini ko'rsatdi. Mana bu milliy iroda, milliy ishonch bir millatning o'zini qutulishdagi eng muhim, eng birinchi omil deyishga bo'ladi. Shunlashqa bu voqea Uyg'urlarga milliy ishonch va o'zini tonish fursati keldi desa xatolashmaymiz. Ondan keyin hozirgacha bu 5-iyul vakasining har xil siyosiy, ijtimoiy jihatdan inkaslari davom qilyapti. Bu Xitoyning markaziy hukumat saviyasida bo'lyapti, atalmish avtonom rayon saviyasida bo'lyapti, xalqaro matbuotlarda va masalan shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yaqinda tuzgan kishilik huquq konseyining yig'inida bo'lyapti. Bu talash-tortishlar davom qiladi, chunki 5-iyul vakasi
Xitoylarni xalqaro shundoq bir osal o'ringa tushirib qo'ydiki, yillardan beri xalqaro bularning tashviq kelgan bir yolg'on tashviqoti bordi. Uyg'urlar bilan Xitoylar millatlar ittifoqligi, bir millat, Xitoy cho'ng oilasidagi bir tarkib Uyg'urlar degan va oz bir bo'lginchilardan boshqa jamiyatdagi kayfiyat muqim, ittifoq, inoq degandek. Mana bu Xitoyning uzun muddatli tashviqoti hammasi berbat bo'ldi 5-iyul vakasi bilan. Shunlashqa Xitoy xalqaro qiyin ahvolga kelib qoldi. Bu vakaning ahamiyatining shu nayt cho'nligidan hozirgacha matbuotlar bu 5-iyul vakasi haqidagi mulohazalarni to'xtatmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bo'layotdi, Uyg'ur tashkilotlari har qaysi davlatlarda o'zlarining doirasidagi uchrashuvlar va masala tilg'ilinayotdi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, ommaviy tashkilotlarning va hatto akademik tadqiqotchilarning tadqiqotlarida yana har tarafdan bu masala hozirgacha o'zining ahamiyatini yo'qotib qo'ymadi va o'zining muhimligini namoyon qilyapti. Shunlashqa Xitoy hukumatining 5-iyul vakasidan keyin bizning Sharqiy Turkistonga mayli ijobiy yoki mayli salbiy bo'lishidan qat'iy nazar siyosatida o'zgarish paydo qilishga majbur bo'ldi. Ya'ni boshqadan Shinjongni taraqqiyot qilish plani degandek planlar o'tirib qo'yilyapti. Qonxo'r jallod Wang Chun ketdi. Anadagi yangi bir xunalik jangda nafamillik bir Xitoy keldi. Bu munoyati cho'ng bir o'zgarish. Yana bir tarafdan halaqi partikom sekretar bo'lib kelgan Xitoy bilan burunqi Wang Chun o'tirdiki, halaqi siyosiy so'z va siyosiy bayonlarda jiq taraqlar bo'lyapti. Masalan, Wang Chun kuch xil zaharli kuch degandek bu atalmish atalg'ini o'ltagan ko'p qayerda takrorlaydi. Xitoy ko'proq taraqqiyot, millatlar ittifoqligi, millatlar barobarligi degandek siliq bir narsalarni da'vatida. Demakki, bu 5-iyul vakasi majburlagan bir kayfiyat bu. Ya'ni yolg'iz Uyg'urlarning hayotida emas, Xitoylarga nayta cho'ng ta'sir qilgan bir vaqa. Shunlashqa 5-iyul vakasi nima etgandi deganda, buni xalqaro jihatdan etgan musbat manfiy ta'sirlari, Xitoyning davlat ichiga ta'sir qilgan musbat manfiy ta'sirlari va o'zimizning Uyg'urlarning ijtimoiy siyosatiga, hatto chet ellardagi Uyg'urlargacha, Uyg'ur tashkilotlarigacha etgan musbat manfiy ta'sirlarini bir analiz qilmay bu 5-iyul vakasining umumiy xulosasini chiqaramaymiz. Ko'p rahmat Mehmet To'xta efendim, nayt atrofli bir mulohaza qildingiz. Siz hozir deb o'tdingiz, masalan Uyg'urlarning masalan bu Sharq Turkistondagi Ürümçi qirg'inchiligi, ya'ni Uyg'urlar nima bo'lib keldi deganga nayt atrofli javoblarni berdingiz. Endi hozir masalan bu vaqalar bo'lib o'tdi. Endi masalan bundan keyin Uyg'urlar bu vaqadan qanday bir savoq elishimiz kerak? Ko'p rahmat. Uyg'urlar qanday savoq elish kerak degan masalaga bu masala kelsak, hamda Uyg'urlarning oladigan savoqi menimcha yana musbat, ya'ni ijobiy tarafdan bo'lishi kerak. Uyg'urlar 5-iyul vakasining ruhiga izchil varislik qilish kerak, bu ruhni saqlab qilish kerak. Uyg'urlar o'ziga ishonish kerak. Demakki, Uyg'urlar mayli soni qancha bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga ishonib maydonga ko'krak kerib chiqqanda, xuddi tarixda boshqa millatlar o'zlarining erkinlik ozodligini qo'lga keltirish uchun kurash qilgandek, bu kurashga otlanganida demakki natija og'ili bo'ladi ekan. Bu masala Uyg'urlarda mayli vatan ichida bo'lsin, vatan sirtida bo'lsin, bu masala oydinlashishi kerak. Ya'ni buningda aziz xalqimizga shuni xotirlatgim keldi. Biz shu vatanimiz Sharqiy Turkistonda tug'ildik, cho'ng bo'ldik. Xitoyning inqilob tarixlari mayli darsliklarda o'tilsin, mayli tashviqotlarda qilinsin, az to'la xabarimiz bor. Xitoylarni hozirgi siyosiy hokimiyatini oz bedel bilan qo'ygan emas. Bular uyda o'tirib yoki ishxonada o'tirib bu siyosiy hokimiyatni tiklagan emas. Ya'ni
23-yılı o da Xitay Komünist Partiyası Kimede qırğan qurulğan xonanda ondan keyin 28-yılı Çangsha inqilabı dep inqilablar qozg'alanlar ondan keyin şu Gomindan qarşı uruşlar nurgun kan tökülüp nurgun bedel tölenip bu hazırki haletga kelgan. Özümüzün qo'shnilarning bütün ahvoliga qarab bakaylik. Mayli Pakistan bo'lsin, mayli hozirgi Afg'oniston bo'lsin va ya biz ular yaqin bo'lgan Turkiyaning Birinchi Dunyo urushidagi boshqa o'ziga tajovuz qilib kirgan 17-18 harb kuchlari qarshi olib borgan kurashlar bo'lsin. Ya'ni millatlarning tarixiy ozodlik kurash tarixi hammasi kurash qurollik va ya birlikda millat sifatida mücadele tarixidan ibaret. Yani bir millet sifatida ortak bir nişan üçün, bir gaye üçün, özünün erkinlik, azatlığından ibaret, en ulug'larmış gaye üçün bir araya kelip, ortak yirik kelganda jinni pido qilish bedeliga shunday bir nuqta kelalaganda, ana lekin bu millatning kelgusidan umid bor, bu millatning erkinligidan, azatligidan umid bo'ladi. Yani 5-yıl vakası Uygurlarga mana bu tarihi Uygurlarning burunqi tarixlarida ko'p uchirgan bu tarixiy reallikni eslatdi. Shunlashqa birinchi dars Uygurlar yani o'ziga ishonish kerak va o'zlarining tarixdagi an'anasi bo'yicha birlikda o'zining ozodligi uchun bir nechta kurash qilish kerak. Shu ruhni davomlashtirish kerak, yo'qotib qo'ymaslik kerak. Ikkinchisi oladigan dars Xitoylarga her qancha biz Xitoyning qizil bayrog'ini ko'tarib chiqsakmi, Xitoy oilasining bir tarkibiy qismi to'qqiz desakmi, Xitoylardan belgilik siyosiy va boshqa bir huquqni talab qilish bilan asli Xitoy Xalq Cumhuriyati tavalligida birga yashashga hech qanday bizning noroziligimiz yo'q, faqat ba'zi huquqlar kerak deb o'tirib chiqsakmi, Xitoy bizni undaq deb qaramaydi. Bizni aş dünyadaki aşı en uçuğa çıkan kalpak nim olsa birinci olarak şunu olan karalaydı. Yani 5-yıl vakasından keyin qarindoshlarimiz şunu eslatkim keldi. Vangochonning bergan bayanini aytaylik bo'ldi. 5-yıl vakasından keyin askarlarga buyruq tushaganda tunji qatim dünya yani bostirish buyruq tushadi. Bu Xitoycha dünya degan gapning ma'nosini Xitoycha qo'ygan qarindoshlarimiz emas bildi. Yani bir askarga sen mana dünya qil deganda u askar ko'z ishnasini ko'maydi, o'ltirdi, kirdi, chopadi. Chunki buni chek olmaydi. Yani hamimiz bilamiz, Tiananmen voqeasiga yana o'xshashli Xitoylar buyruq tushagan, ammo vaqtida tushagan buyruq tinchlik deganda tushagan, ya'ni jimib turish. 1-yil burun 5-yil vakasından keyin Tibetda vaka bo'ldi. Tibet vakasiga mo Xitoylar askariy buyruq tushaganda tinchlik degan so'zni ishlatgan. Ya'ni tinchlantirish, jimiqtirish. Ama bizning vatanimizga bu vaka bo'ldi. Hamman Xitoy dunyo degan so'z bilan buyruq tushadi vanglacha. Ya'ni bu degani shu butunlay qirib o'tish degan gap. Pak-pakiz yo'qotib o'tish degan gap. Demasini 5-yil 40-yil deyishimizdan sababi Uyg'urlar pak-pakiz Xitoy shu niyat bilan buyruq tushadi. Demakki bizning dushmanimizni aytaylik. Xitoylarni buni biladi. Mayli biz o'zimizni qanchalik pardozlasak pardozlayli, Xitoyning nazarida 3 dushman kuch deb qaralgan eng sert qalpoqlar bilan bezalgan mushu guruhga talabmiz. Ya'ni Uyg'urlarning o'zining vatanida o'zining huquqlarini talab qilishi Xitoylar tomonidan eng ashaddiy dushman kuch deb qaraladi va shunday muomalaga uchrayapti. Shunlashqa Uyg'urlar bundan yana bayrog'ini ro'shan tutish kerak. Mandara orqali siyosiy jihatdan bek qarshilashmay mandara tutish orqali mandaq qilma. Ya u narsa mumkin emas. Bu narsa mumkin emas. Chunki bu yerdagi masala do'st dushman siyosiy maydon masalasi. Bu masala kelganda Uyg'urlar bundan qandaqda Xitoydan umid qilgan bir narsadan Uyg'urlar dars olish kerak. Mayli Vanglochan ketib jon kelsin, biroz yumshoq bo'lmasin. Uyg'urlar bu tajriba savoqni shu Vanglochanning tushagan buyrug'ini, bostirish buyrug'ini unutib qolmaslik kerak. O'zlarining Xitoylari Uyg'urlarni o'ltirdi masalan 6-7 yil kuni. Vanglochan o'zining shu Uyg'urlarni o'ltirgan Xitoylarga nima deb xitob qildi? Tuğbalmen dedi. Yani qarindoshlar dedi.
Sizlar muncholar adab ketmasanlar bo'lardi. Biz bularni jo'mdayapmiz, biz bularning ustidan kelalaymiz. Sizlar ko'chaga chiqishinglarning o'rni yo'q. Biz sizlarning nominglarni o'ltiryapmiz. Shu ma'ni qiladigan o'shqa chiqarishlar to'g'ri. Yani Xitoylar Uyg'urlarni o'ltirdi, qirdi, ular to'mbal bo'ldi. Uyg'urlar ko'chaga chiqib tinchlik asosida namoyish qildi, ular terrorist bo'ldi. Uyg'ur xalqi mana bu ikki xil o'lchamdagi bu bahane yoki Xitoyni bu siyosatni menga unutib qolmaslik kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar Xitoyni, yana Xitoy bilan bir qozonda qaynamaydiganligidek bu tarixiy paketni esidan chiqarmaslik kerak. Yana birisi mustamlaka bir hokimiyat ostida yashab, rohat yashagan millat aytamiz. Uyg'ur xalqi mustamlaka bir hokimiyatning ostida yashayotdi va bir mustamlaka hokimiyatda biroz o'zim siliq sipoy yo'l tutish orqali men rohat yashay olaman degan xom xiyolni qilmaslik kerak. Siyosiy huquqiga ega bo'lmagan millatning o'zining taqdiriga munosabatlik masalalarda qaror olish huquqi bo'lmaydi. Şunlaşka arkandan millet, eğer bugün Uygur'unu başkurduğun can degen Xitayni Uygur halkımız Beijing'i belgilegen bolsa, demek ki Uygurlarning özünün siyasi taqdiriga munosabatli meselelerde fikir qilish, karar elish huquqi yo'q deganga. Demek ki Beijing'de elingan karar, Beijing'ning menfaati uchun xizmat qilinadigan karar. Hergiz Uygur'ning menfaati uchun xizmat qiladigan karar emas. Şu sebepten Uygurlar siyasi hak hukukunu qo'lga keltirmay turadi. O'zining siyosiy taqdiriga munosabatlik masalalarda o'zining qarorini o'zi berish huquqiga erishmay turib, Xitoylar bilan yaxshichoq o'tib, yoki Xitoylar bilan ittifoq bo'lib, yoki Xitoylar bilan ba'zi masalalarni ko'rmasdan silib, shunday o'tib ketish bilan atlab-satlab jon baqalayman. Bu xiyolni qilmaslik kerak. Mana amaliyotda shu 5-yil voqeasi shu tajriba savobni hammamizga eslatdi. Şunlaşki bu meselede desek mesele gaplar hali jiq bo'lib ketadi. Bu eng muhim tajriba savod menimcha bu do'st dushman o'rtasidagi siyosiy chegaraning mangu unutilib qolmasligi. Anadan keyin Xitoy hukumatining siliq bo'lgan bo'lsa, demakki ba'zi yomon niyatini ichiga saqlab, uni oshkorlamaganligi. Qandaqda uning siliq ekanligidan emas, ishlik yomon niyatining qiha oshkorlanmaganligi, o'ttirga chiqmaganligi. Mana shu nuqtadan Xitoyga baho berishni hergiz unutib qolmaslik kerak. Uyg'ur xalqi Xitoydan do'st bo'lmaydiganligini, Xitoy hokimiyatidan mayli jang olsun, mayli vang olsun Uyg'urlarga hech bir naf kelmaydiganligini, Xitoyning bizlar uchun olgan qarorining hech birisining amaliyotda bizning manfaatimizni emas, markaziy hukumatning va Xitoyning manfaatini asos qilib olgan qarorlar ekanligini Şunlaşka Uygur xalqi en ahirida o'zining siyosiy qarorini o'zi olmay turib, o'zining siyosiy taqdiriga o'zi qaror chiqarmay turib, bu zulm va bu haqsizlikdan qutulolmaydiganligini, shunlashqa imkon bo'lmagan taqdirda yuragida bu his, bu tuyg'uni doim saqlab turish kerakligini men xotirlayman. Bu 5-yil voqeasidagi oldigan eng muhim tajriba shu. Esrettin bulup azar Ötermen mukinlip hicran otda küp Yar visalini kümey bulamen umen derbar
Vakitsiz kazan bulgan Bağla çög aylangan Yar kelgendi bu çöller Bulamı güzel bustan Bulamı güzel bustan Kanlarım taşmakta Ah benim bu yüreğim Gem bilen ötemen o Kündün tün çekimen feryat 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 Assalomu alaykum, Ferhat Yo'rinqosh efendim. Aleykümselam. Abdurrahman efendim, yaxshimisiz? Allohga shukr, rahmat. Sizning ko'z qarashingizcha 5-yo'l Urumchi qonliq qirg'inchiligi Uyg'urlarga nima elib keldi? Hürmetli Abdurrahman efendim, avval sözümden başlaştım. Burun sizge şundakla Erek TV'de hizmet kılan barlık xadimlarga Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi şundakla Avrupa Şarkı Türkistan Birliği namını alaydı. Rahmet eytimen. Erek TV hakikaten Uygur Milli Hareketimizdeki teşviqatıda naiti mühim bir rol oynap kelyaptı. Uygur halkı sizlerden minnettar. Abdurrahman efendim, sizden sualınızı gelsek, hakikaten dünyada bedelsiz bir netice olmaydı. Xuddilik dünya cemaatçılığının takip ettiğinizde 5. yıl Urumchi qirg'inchiligi Sharq Turkistonning yaqinqi zaman tarixida o'tgan eng qonliq tragediyalarning biri. Albatta, har qanday bir tragediyaning, har qanday bir voqeaning uning salbiy va ijobiy taraflari bo'ldi. Men avval bir ijobiy taraflari o'tishni to'xtalay. Men boydab o'tdim, ta'kidlab o'tdim. Bedelsiz bir natija olmaydi, qurbon bermay turib bir natijaga erishish mumkin emas. Bilesiz, Sharq Turkiston xalqi Xitoy kommunistlari Sharq Turkiston ishg'ol qilgan 1949-yildan buyon hozirgacha tatib kelgan dard kulfatlarini, balo ofatlarini butun dunyo hammasi biladi, Uyg'ur xalqi aytib biladi. Bu qatim yuz bergan 5-yil Urumchi qirg'inchiligi Xitoy Kommunist Partiyasininki 1949-yildan tatib hozirgacha Uyg'ur xalqi ustidan yurgizgan zulm, besim ve qirg'inchilik siyosatininki bir zanjirsimon inkosi ve onun davomi. Shundaqla 5-yil Urumchi qirg'inchiligi Xitoy Kommunist hokimiyatiniki Uyg'ur xalqiga yurgizgan qattiq bosish siyosatininki yuqortaligiga ko'tarilishi deyishga bo'ladi. Buning ijobiy tarafi nima? Albatta. Urumchi xalqi, ya'ni Urumchi shehri o'zining issiqini, qimmat hayoti, aziz jonlari badliga butun Uyg'ur xalqininki, ya'ni xolinayotgan, xo'rinayotgan, talontaj ushlayotgan Uyg'ur xalqininki yurak sazosini butun dunyoga namoyon qildi. Bu birinchi tarafi. Ikkinchi tarafi nima degan vaqtda Uyg'ur xalqi bo'libmi? Urumchi shehri, Uyg'ur qahramonlari, ya'ni Urumchi g'ozilari o'zininki issiqini, qimmat hayoti badliga Uyg'ur xalqininki zulmga, mustamlikachilikka tiz tutmaydiganligini, shundaqla o'zlarininki milliy irodasini butun dunyoga namoyon qildi. Ya'ni Uyg'ur xalqininki hech bir zaman zulmga tiz tutmaydigan bir millat ekanligini butun dunyoga namoyon qildi. Hatto ba'zi bizning chet ellik do'stlarimiz, men birga ishlayotgan do'stlar shuni so'raydi mendan. Sizlar Uyg'urlarning noposi Xitoyning istatistikasida aran 10 million kelsa, sizlar qanday qilib
1 milyard 300 milyon Xitoy qarşı isyan bayrağını götürüp çıkılmagan. Hakikaten sizler muhtaçlıkka arziydigan, taqdirlashga arziydigan, qadrlashga arziydigan bir millat kelsa deb bizimki o'zimizning chakallik do'stlarimiz o'qiyotdi. Biz Uyg'ur xalqi o'zimizning qadrini o'zimiz bilishimiz kerak. Albatta 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligi yuz bergandan keyin mayli Xitoyda bo'lsin, mayli Sharq Turkistonda bo'lsin, nihoyat zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Bilasiz, 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligi yuz bergandan keyin bir vaqtdan mezgilda Xitoyningki davlat raisi Hujinto Italiyada bir yig'in o'tdi. 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligi sababidan yig'inni yarim yo'lda to'xtatib qo'yib Xitoyga qaytishga majbur bo'ldi. Urumchida bo'lgan voqea sababidan Xitoy markaziy hukumati hozirgacha Xitoy Kommunistik Partiyasi Markaziy Komissiyasi bürosi hozirgacha maxsus Sharq Turkiston masalasi haqida markazda 6-7 qitim yig'in ochdi. Xitoy burun masalan, mayli Barin vaqasi olsun, G'o'lji vaqasi olsun, uningdan boshqa Sharq Turkiston yuz bergan boshqa hodisalar olsun, hammasini Xitoy hukumati burun bergan bahosini bitdi desangiz, bu osondagi Uyg'ur qarashlarningki urib chiqish, bulash, ko'ydirish vaqasi deb uning xarakterini bağlaganda shunday xarakterga bağırıp kelgan. Bular Uyg'ur xalqi vakil qilolmaydi. Xinjiangdagi harimlar xalqi vakil qilolmaydi. Bular intayin osondagi mana o'g'ri qarashchi bularning appagan ishi deb turib, Sharq Turkistonda bo'lgan butun milliy masalaning hammasi nihoyat osondagi insonlar qatoriga kategoriyasi kirib kelgan. E'tirof qilmagan. Ya'ni Sharq Turkistonda Xitoy hokimiyatiga qarshi ko'zilgan har qanday milliy isyon, milliy harakatlarning hammasi milliy masala kategoriyasiga kirishni vaqtga Xitoy hukumati. Ammo Urumchi xalqi, Urumchi shehidlari, Urumchi qahramonlari tunji qatam Xitoy markaziy hukumatini Sharq Turkiston masalasi, ya'ni Sharq Turkiston yuz berayotgan hodisalarningki bir milliy masala ekanligini, ya'ni Uyg'urlarningki haq huquq masalasi ekanligini, ya'ni milliy Uyg'urlarningki hürlük, erkinlik üçün ne qo'lga keltirish uchun elib turayotgan kurash ekanligini Xitoy markaziy hukumati e'tirof qildi. Xitoy markaziy hukumati tunji qatam birinchi voqeasidan keyin Xinjiang masalasi degan temani o'tirib qo'ydi. Ya'ni Xinjiang degan masalani o'tirib qo'ydi. Bu nihoyat muhim. Bu haqiqatan muhim Uyg'ur xalqi uchun. Masalan, Tibet masalasini olib qo'ysak, Xitoy hukumati burundan tortib hozirgacha taklif qilayotgan nima desa, Dalay deydi, ya'ni Dalay masalasi deydi. Faqat bir shaxs masalasi deb kelgan. Hech bir zaman Xinjiang ya'ni Tibet masalasi deb e'tirof qilmagan. Hozirgacha e'tirof qilmay kelganlik. Ammo 5-yo'l Urumchi vaqasidan keyin, ya'ni 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligidan keyin Xitoy hukumati tunji qatam Xinjiang degan masalani o'tirib chiqadi. Xinjiang degan nima degan gap deganda mohiyatdan, ya'ni Uyg'urlar masalasi, Sharq Turkiston masalasiningki e'tirof qilinishi deganlik bilan baravar. Bundan nurg'un ijobiy taraflar bo'ldi. Boya xalqaro tarafini aytib o'tdim. Ya'ni butun xalqaro Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini butun dunyo xalqi nihoyat aniq ko'rib ketdi. Butun dunyo xalqi xalqaro jamoatchilik Xitoy hokimiyatining vahshiyligini, mustabidligini tunib ketdi. Butun dunyo jamoatchiligi Xitoy kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga 60 yildan ko'proq vaqtdan buyon qilayotgan zulmlarining mohiyatini, xarakterini hem Xitoy Kommunistik Partiyasining aktivlaşması baş qo'lda turib ketdi. Bu xalqaro erishgan ijobiy unumi. Ikki qismda Uyg'ur xalqi 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligidan keyin Uyg'ur xalqi Xitoy hokimiyatini Sharq Turkiston masalasida ba'zi ijobiy qadamlarni tashlashga majbur qildi. Bu qadamlar nima degan vaqtida foyda o'tdim birinchisi, buni tunji qatam Xinjiang deb, ya'ni Sharq Turkiston masalasida Xitoy e'tirof qildi. Bu ijobiy tarafi. Undan keyin sizin bilasiz Abdurahmon apandim yaqinda Xitoy hukumati 6-oyning 1-kunidan boshlab Sharq Turkistondan ilindigan neft va tabiiy gaz uchun yerlikka 5% boj to'lash haqida qaror oldi. 6-oyning 1-kunidan boshlab yerlik moliyaga 5% boj to'lash haqida. Siz bilasiz, masalan, sobiq Xinjiang Uyg'ur Avtomobil Partiyasining sobiq sekretari Sunqalyan 80-yillarda Xitoy Kommunistik Partiyasi markaziy hukumatidan, ya'ni Sharq Turkistonda chiqayotgan neft va tabiiy gaz uchun 5% boj yerlikka boj to'lash uchun talab qilgani uchun mansabini ilyapti. Shundaqla Beijingga ketib, Beijingda noma'lum sababdan qasab o'tgan Sunqalyan. Hozir Xitoy hukumati cho'gilab kelib 20 yildan keyin bugungi kunda Sharq Turkistonda chiqayotgan neft va tabiiy gaz uchun yerlik moliyaga 5% boj to'lashni qabul qilishga majbur bo'ldi. Bu nihoyat cho'ng natija. Bu haqiqatan cho'ng natija.
bir Xitoyninki, ya'ni bir Sharq Turkistonga vakillik qilayotgan Xitoy Kommunistik partiyasining vakiliniki qilolmaganini Uyg'ur xalqi o'zining isqini, jini, hayoti badaliga Xitoy hukumati buning majbur bo'ldi. Xitoy hukumati nima uchun buning majbur bo'ldi? Albatta. Chunki hozir Xitoy hukumati Indiya manbasida butunlay Sharq Turkistonga beqinib qolgan bir vaziyatda. Masalan, neftni olsak, hozir butun Xitoy bo'yicha ishlab chiqilayotgan neftning 35% Sharq Turkistonda ishlab chiqilyapti. Tabiiy gazni aytsak, butun Xitoyni ta'minlayotgan tabiiy gazningki 40%dan ko'proq Sharq Turkistondan chiqyapti. Ko'mirni olsak, butun Xitoy bo'yicha ishlab chiqilayotgan ko'mirning 50%dan ko'prog'i Sharq Turkistonda ishlab chiqilyapti. Undan boshqa yana bütün Xitoyning to'qimchilik sanoatimi Sharq Turkistonning paxtasiga beg'ilib qolgan bir vaziyatda. Hozir Sharq Turkistonda ishlab chiqilayotgan paxta bütün Xitoyning bo'yicha ishlab chiqilayotgan paxtaning 50%dan ko'prog'ini egallaydi. Endi nima degan vaqtda bu yerda Xitoy energiya manbasi jihatdan, ya'ni to'qimchilik sanoatiningki xomashasi jihatdan bo'lsin, butunlay Sharq Turkistonga beg'ilib qolgan bir vaziyatda. Xitoy hukumati 1949 yılın hazırda hiçbir zaman Uygur halkıga bu derecede beqilib qolgan emas. Hiçbir zaman bu derecede Sharq Turkistonga beqilib qolgan emas. Yani Xitoy hukumati butunlay Sharq Turkistonga beqilib qolgan bir vaziyatda. Yani 1 milyard 300 milyonning Xitoyning taqdiri Sharq Turkistonga bog'lanib qolgan bir vaziyatda. Shunga bu yerda Xitoy hukumati bütün kuchi bilan Sharq Turkistondagi milliy ixtilof, ziddiyatlarni, to'qinishlarni pasaytirishga majbur bo'ldi. Çünkü eğer sen de Xitoy hukumati bir mötüz siyasetini yürgüzmey, Uygurlarla ma'lum derecedeki iqtisodiy jihatga, siyosiy jihatga, ma'mur jihatga ve başka jihatga talablarga ma'lum derecede bularga ko'ngil bermasa, Sharq Turkistonning vaqti kelganda Xitoy kommunistik hokimiyatini butunlay halokatga yuzlantiradigan bir omilga aylanib qolganligini Xitoy hukumati ko'rib ketdi. Mesela o'ylab bakın, hozir mesela Sharq Turkistonda faqatla boshqasini qo'yaylik. Sharq Turkistonda ishlab chiqarayotgan neft, tabiiy gaz orqali Xitoyning ichki o'rtalaridagi 400 milliondan ortiq Xitoy osh tamog'ini Sharq Turkistondan chiqayotgan tabiiy gaz bilan o'zining osh tamog'ini qilyapti. Agar sen Sharq Turkistonda masalan Urumchida yuz bergan milliy ziddiyatlar, milliy ixtiloflar Sharq Turkistonning janub rayonlariga, ya'ni Uyg'urlar hech o'tiraqashgan Tarim vodisida yuz bersa, u vaqtda Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi o'zining energiya manbasiningki bexatarlik qanday kafolat qildi? Mesela bütün nopos, Urumchining noposniki oralli 12% Uyg'ur. 12% Uyg'ur yashaydigan bir shaharda yuz bergan hodisani Xitoy hukumati hozirgacha kontrol qila olmadi. Siz tasavvur qiling. Agar Qashqarda Uyg'urning nopos 90% tashkil qilgan Qashqarda, 90% tashkil qilgan Xotanda, 80% ko'progini tashkil qilgan Otish rayonida yuz bersa, Xitoy hukumati buni qanday kontrol qildi? Mümkün emas. 1 milyon 2 milyon askarni sarf qilib kontrol qila olmaydi. Uning ustiga hozir butun Xitoyninki O'rta Osiyodan Xitoyga o'tkazilgan energiya manbasi hammasi Sharq Turkistonda yuradi. Masalan, O'rta Osiyodan Qozoq nefti, Turkman tabiiy gazi. Bularni o'tkazilgan liniyaning hammasi bizning yana Sharq Turkistonninki ilovasida yuradi. Xitoy hukumatiniki jon tomiri tekirdagi yana Sharq Turkistonninki qo'lida. Shunga bu yerda nima desa, bu yerda Xitoy hukumati 5-chi Urumchi qirg'inchiligidan keyin bir qator ijobiy tadbirlarni ishga majbur bo'ldi Uyg'urlar qarta. Siyosatni yumshatdi. Uyg'urlar iqtisodini o'rniga ko'tarish haqida bir qator siyosatlarni yurgizdi. Baydab o'tgandek tabiiy va neft va tabiiy gaz jihatda yerliklar foydalanishga majbur bo'ldi. Nima? Bu Xitoy hukumatiniki buni hargizmi sabit tushunmasligimiz kerak. Xitoy hukumati Uyg'urlar ko'ngil bo'ldi. Uyg'urlarniki taqdiriga ko'ngil bo'ldi deb tushunmasligimiz kerak. Chunki Xitoylar bunda qadam bosishga majbur. Buni Uyg'ur xalqi majbur qildi. Uyg'ur xalqi degan vaqtda Uyg'ur xalqi yana 5-chi yil chetirib, 5-chi yil hozirlari o'zining issiqqani orqali, o'zining jini orqali Xitoy hukumatini Uyg'ur xalqi qarta, Sharq Turkiston qarta mo'tadil siyosat yurgizishga majbur qildi. Xitoy bunga majbur. Shunga buningdagi nima degan vaqtda siyosat Xitoy hukumati cho'qin Sharq Turkistonda xuddi 80-yillarning boshlariga o'xshash mo'tadil siyosat yurgizish orqali Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy o'rnini, ma'mur o'rnini yuqori ko'tarish orqali bu Sharq Turkistondagi muqimligini saqlaydi. Xitoy hukumatining oldida bundan boshqa chiqish nuqtasi yo'q.
Xitoy hukumati 1949 yildan buyon har qatim Sharq Turkistonda milliy hodisalar yuz bersa, milliy isyonlar yuz bersa, milliy harakatlar yuz bersa, qo'llangan siyosat nima desang, qattiq bostirish, qirish, tutqun qilish harakatini yurgizib kelgan. Har qatim bir milliy isyon yuz bergan vaqtda qattiq bostirish. Ammo bu qarqimadi. Xitoy hukumati buni tunib ketdi. O'yladi. Biz 1949 yilda hozirgacha bu siyosatni yurgizib keldik, qarqimadi. Mesela Barı vakası yüzverdi, şunda qattiq bastırdık. Onun dikenli Olcu vakası yüzverdi, şunda qattiq bastırdık. Onun dikenli Qopatlı bu Ürümçi vakası yüzverdi. Demek bizden bastırış siyasimiz, qattiq bastırış siyasimiz, qırgın qilish siyasimiz, umumizlik tutqun qilish siyasimiz qarqamaydı ekan. Biz bularning haq huquqiga ma'lum darajada ahamiyat bersak bo'lgan deydigan yerga Uyg'ur xalqi Xitoyni majbur qildi. Buni hargizmi Xitoyninki Uyg'urlar ko'rsatgan shafaat deb qaramaslik kerak. Uyg'ur xalqi o'zininki hayoti badaliga, qani badaliga bu natijani qo'lga keltirdi. Buning ijobiy tarafi bu. Albatta, masalaning yana bir tarafi bor, siz degandek salbiy tarafi bor hamda. Nima degan vaqtda haqiqatan hech bir dunyoda hech bir millat o'zininki xalqining umumiyatga qilgan chilik uchrashni xohlab ketmaydi. Masalan, bu milliy dunyodagi milliy to'qnashlar, milliy ixtiloflar Xitoy xalqininki manfaat uchun emas, Uyg'ur xalqining manfaati uchun ziyonli qildi. Biz ziyon tortdik. Haqiqatan 5-yil Urumchi qirg'inchiligidan keyin bizningki nurg'un tayanch kuchlarimiz turmuga kirdi. Hozirgacha masalan Xitoy hukumati buni bahona qilib turib, butun milliy hissiyoti, diniy hissiyoti kuchli insonlarning hammasini akab turmuga soldi. Hozirgacha bu harakat davom qilyapti. Masalan, Urumchi vaqasininki gumondorlarni qo'g'lab tutish degan bahona bilan Xitoy hukumati har oy degida Sharq Turkiston, Janubiy rayonlarda, Shimoliy rayonlarda, Sharqiy rayonlarda umumiylik tutish harakatini davom qilib kelyapti. Bu hamdalik masalaninki bir salbiy tarafi, albatta biz haqiqatan cho'ng badal to'ldik, haqiqatan badal to'ldik. Anamdagi Xitoy hukumati buni bahona qilib turib Sharq Turkistondagi harbiy kuchlarini olayli ko'paytdi. Xitoy hukumati yana 5-yil Urumchi vaqasini bahona qilib turib, 5-yil Urumchi qirg'inchiligini bahona qilib turib, o'zininki chegara rayonlaridagi askariy qismlarning sonini olayli ko'paytdi. Bu albatta biz uchun emas, bizning qo'shni Allah uchun bir foydatsiz omil endi. Foydatsiz omil. Shundan qarayman, 5-yil Urumchi şehitlərininki, 5-yil Urumchi g'ozilarininki qani bekor qilmadi. Hozir zindonlarda qarinlayotgan, xo'rinlayotgan, qiynayotgan bizning g'ozirimizningki daftarga bekor ketgani yo'q. Boyda o'tganda ham Xitoy hukumatini Uyg'urlar qarata mo'til siyosat yurgizishga, ham Xitoy hukumatini Sharq Turkiston masalasini chekishni oldiga jo'ziga tashlab qo'yib, haqiqatan to'xtab turib bizningki bu siyosatimiz bostirish, o'ldirish, qiynashdan bu Uyg'ur xalqini bosh eganmaydi ekanmiz. Bular qartam to'xtab turib bularning bir haq huquqini azroq qo'shib hurmat qilsak, bizning bu siyosatimiz qarqamaydi ekan. Bizning 49-yil tortib Uyg'urlar qarata yurgizilayotgan siyosatimiz asosiyatdan Xitoychilarga po'san degandi. İşbazlıktı, bühran boptu. Biz bu siyasetimizni qaytin ko'zdan kechirmasak bo'lmaydi ekan deydigan yerga Xitoyni buni majbur. Bu cho'ng natija. Bu haqiqatan cho'ng natija. Shunga men bu yerda 5-yil Urumchi shehitlarini yurakdan haqiqatan salomlayman. Butun Uyg'ur xalqininki yurak savdosini haqiqatan biz qirildik, u yerda tutqun qilindi, nurg'un do'stlarimiz hozir turmlarda qiyinchilikqa uchrayapti. Ammo men o'ylaymanki, ular shu bu badal orqali Uyg'ur xalqininki milliy mavjudligininki saqlab qolish uchun favqulodda muhim rol o'ynaydi deb qarayman Abdurahmon efendim. Ko'p rahmat Tarat efendim. Yuqorqi savolimga atrofli javob berdingiz. İkinci savolim 5-yil Urumchi qonliq qirg'inchiligidan Uyg'urlar qanday saboq olish kerak? Hakikaten hem de raqamdaq bayda o'tdim, raqamdaq bir hodisaning ijobiy salbiy tarafini deb o'tdik. Saboq ilishga to'g'ri kelsa, bo'libmi bundan kim saboq ilish kerak degan vaqtida bir nuqta alayı taklif etmoqchiman. Hozir Abdurahmon efendim yaqinda Qirg'izistondan cho'ng milliy to'qnashuv yuz berdi. Qirg'izlar o'zbeklar o'tirsa. Bu hakikaten bütün dünyanın zilzile saldı. Şundakla çeteller yaşayotgan Şarkı Türkistanlıklarının ait zor bir endişe saldı. Siz bilirsiniz, bizden hazır Şarkı Türkistan'da mesela Şarkı Türkistan'ın yerli halkı edigen vaxtıda hazırgacha bizden Uygur Milli Hareketi'nin itiraf kılgını Şarkı Türkistan'ın yerli halkı da yaptığı vaxtıda Uygurlarına asas kılgan Uygur
Kazak, Kırgız, Mongol, Tacik, Özbek milletleri hem de. Bu da Şarkı Türkistan'ın yerlik milleti de kuraydı. Bu yerlik milletlerin içinde nüfusunun 90%'ine Uygurlar teşkil kıldırdı. Bir de Uygurlar asaslık millet. Hazırgacha Xudoga shukr, hazırgacha Sharq Turkistonda 1949 yilda hazırgacha Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi yerli xalqni, ya'ni Uyg'urlar bilan Qozoqni, Qozoq bilan Qirg'izni, Qirg'izlar Uyg'urni, O'zbek bilan Mongolni bir-birisiga silish, bularni millatlarni, yerlik millatlarni parchalab idora qilish tavsiyasini qo'llanib kelgan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqi hech bir zaman Xitoyniki bu o'yiniga tushmadi. Hazırgacha Sharq Turkistondagi yerli xalq degan vaqtimizda Uyg'urlarni asos qilgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Mongol, O'zbek, Tojik millatlari hozirgacha Xitoyniki bu yerlik millatlarga o'zaro ziddiyat silish, parchalash, bo'lish, yerlik millatlar o'rtasida ixtilof qilish o'yiniga hozirgacha kelmadi. 5-yil voqeasi jarayonidami bu nihoyat yaxshi ko'rildi. Bu 5-yil voqeasi jarayonidami hech bir zaman faqat bu ixtilof to'qinish, milliy to'qinish Xitoy bilan Uyg'ur o'tirisida yuz berdi. Albatta Uyg'ur degan vaqtda albatta buning tarkibida yana Uyg'ur tarafda balkim Qozoq qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin, Qirg'iz qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin, Uyg'ur qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Hozirgacha bir Uyg'urniki 5-yil voqeasi jarayonida va yoki hozirgacha bir Uyg'urniki bir Qozoqqa, bir Uyg'urning Qirg'izga, bir Uyg'urning Mongolga yoki bo'lmasa boshqa yerlik millatga hujum qilganligini hozirgacha anlamadik, ham buningga shohid bo'lmadik. Bu bizningki savoq qilish tegishli darsimiz nima degan vaqtida biz bu yerda nuqul holda pan Uyg'urizm chiqdan xoli bo'lishimiz kerak. Va biz Sharq Turkiston degan vaqtida biz Uyg'urlarning vatani, Uyg'urlarning zimni albatta, Uyg'urlar asos millatni egallagani uchun. Ammo biz hargiz pan Uyg'urizmchilik qilmasligimiz kerak. Radikal millatchilik qilmasligimiz kerak. Cho'ng Uyg'urchilik qilmasligimiz kerak. Biz yana bu yerdagi asosiy Sharq Turkistondagi asosiy millat bo'lish sifatimizda Uyg'urlar. Butun Sharq Turkistondagi yerli xalqni hammasini bag'rimizga besishimiz kerak. Ulardan teximiz isbotlashimiz kerak. Ular bilan hech bir zaman ixtilof, to'qinish, ziddiyatga kirmasligimiz kerak. Endi savoq qilish tegishli masalalar degan vaqtida albatta bu yerda haqiqatan bir umumiylik Sharq Turkiston miqyosida, masalan, Urumchida shunday cho'ng qirg'inchilik bo'ldi. Sharq Turkiston miqyosida Urumchi qirg'inchilik qarata umumiylik bir inkas bo'lmadi. Endi bu yer bilan afsuslantirgan nuqta nima degan vaqtda hozirgacha bizning Sharq Turkistonda bo'lgan Xitoy hukumatiga qarshi bo'layotgan hodisalar, isyonlar, milliy harakatlarning hammasi faqat rayon xarakterlik, mahalliy xarakterlik hodisa bo'lib keldi. Chek-chegarasi nihoyatda tar bo'lib keldi. Masalan, G'oljida voqea yuz berdi. Bu G'oljida yuz bergan 5-fevral G'olji voqeasi faqat G'olji, ya'ni shular doirasida cheklanib qoldi. Barında voqea yuz berdi, faqat Barin atrofidagi bir qancha yezlar cheklanib qoldi. 80-yillarning boshida Qashqar voqea yuz berdi, Qashqarda cheklanib qoldi. Bu da Urumchida shunday cho'ng butun dunyoni zil sog'an voqea yuz berdi. Bu hodisa faqat Urumchidan cheklanib qoldi. Buning zanjirsimon inkosiri Sharq Turkistonning shimoliy, janubiy, sharq rayonlariga yetmadi. Bu Uyg'urlar buningdan savoq qilishimiz kerak. Biz buningdagi birlik barobarlikni yana kuchaytirishimiz kerak. Masalan, bizga o'xshash asl millatlar, bizga o'xshash qorinlayotgan, mustamlikasiga uchrayotgan asl millatlarningki kurash tarixi qaraydigan bo'lsak, masalan, Chechenistonninki bir bulongda bir hodisa yuz bersa, u butun Chechenistonning butun bulong pushqoqlari turaydi. Ya'ni umumiy xalq harakatiga aylandi. Bu sodim shunday bo'lgan. Sharq Turistimizda shunday bo'ldi. Ammo bizningki afsuski Sharq Turkistonda bizningki butun atrofga harakatlarimiz, butun yer bo'layotgan isyonlar hammasi afsuski shahar xarakterlik, viloyat xarakterlik, hatto noyi xarakterlik, viloyat xarakterlik doiralar cheklanib qoldi. Bu Uyg'urlar bunga savoq qilish kerak. Har qanday bir harakat bo'lgan vaqtida o'zaro hamnafas bo'lish kerak. Masalan, Sharq Turkistonning shimolida bir hodisa bo'lgan vaqtida Sharq Turkiston janubiy qarindoshlarimiz bunga hamnafas bo'lish kerak, o'rtoq bo'lish kerak. Bu savoq qilish tegishli
en çok mesele dep qarayman. Çünkü bir adım milli birlik olmay turib, milli birlik degan vaqtimda ben bütün Şərq Türkistandagi Uyg'urlarni asas qilgan bütün yerlik milletlerinin milli birligini gösteriyapman bir yerde. Bu nimede hakikaten biz bunu savaqlashimiz kerak deb o'ylayman. Anandan bir yerde alaydan Uyg'urlardan başka milletlerden bir yerde ben şunu xitob qilmoqchiman. Mesela 1933-yilgi Tunji Cumhuriyet mezgilida Qirg'izlar cho'ng fidokorlik ko'rsatgan, bizning Qirg'iz qarindoshlarimiz cho'ng bedel to'lagan. Hatta Osman Ali, onun qarindoshlari, minglagan Qirg'iz qarindoshlarimiz 33-yildagi Cumhuriyetning qurilishini zo'r bedel to'lagan, hamma şey bo'lgan. 1944-yildagi ikkinchi Cumhuriyetning qurilish jarayonida bizning qozoq qarindoshlarimiz cho'ng bedel to'lagan. Uyg'urlar mo'rni tirab o'tirib. Afsuski men bu qatim yuz bergan 5-fevral Urumchi voqeasi jarayonida Urumchi qirg'inchiligida 33-yildagi 44-yildagi, yani 1-Cumhuriyet ve 2-Cumhuriyet mezgildeki bu ittifaklıkni, bu birlikni, bu hamnefeslikni göremedim. Bunun naiti afsuslandım. Bu ayakta nurgun inkaslar var, selbi inkaslar var. Elbette bunun işenigimiz kelmeydi. Bu Xitoyniki belki ta'tilda şu katılsa gerek dep o'ylayman. Şu bunun dikin Şərq Türkistandagi Uyg'urlar. Hergizmi Şərq Türkistan meselesinde Uyg'urning meselesi nuqul qarmasligi kerak. Hergiz Uyg'ur cho'ng millatchiligi ta'kidlamaslik kerak, buni targ'ib qilmaslik kerak. Şərq Türkistan hem Uyg'urning vatani, hem Qozoqning vatani, hem Mo'ng'ulning vatani, hem Qirg'izning vatani, hem O'zbekning vatani. Uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlarning vatani. Shuning uchun bu nuqtada favqulodda diqqat qilishimiz kerak. Bu nuqtaga diqqat qilmasak, buni Xitoy iste'mol qilishi mumkin. Şərq Türkiston Uyg'urlar bilan boshqa yerlik millatlar o'rtasida sun'iy ixtilof, sun'iy to'qnashuv paydo qilishi mumkin. Xuddi Qirg'izistonga o'xshash. Shuning uchun biz Qirg'izistondagi bo'layotgan milliy to'qnashuvlarni zo'r tarixiy savoq qilishimiz kerak. Qirg'iz xalqi bilan Qozoq xalqi bilan Mo'ng'ul xalqi bilan tarixdan buyon kelayotgan qarindoshlik, do'stlik, dindoshlik munosabatlarimizni unutmasligimiz kerak. Buningdagi har qanday ish bo'lsa, u qarindoshlarimiz bilan ham nafasda, bir niyat, bir maqsadda harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Kalem şimdi, elem ezdi, nazuz dilimni, şamaldarip tikeş kıldı, bulutli. Kolum tutmaz, tutum basmaz, buldum paraniç, nimen bilen kılay razı, aziz ilim. Kolum tutmaz, tutum basmaz, buldum paraniç, nimen bilen kılay razı, aziz ilim. Harakimler ilkide bir gün tuğuldum hem hafız içine depte buldum. Harakimler her ilkide bir gün tuğuldum hem hafız içine depte buldum. Ömrüm benim esret bilen, dep bilen öter mu? Elge hizmet kılay diyen buldu. Ömrüm benim esret bilen, dep bilen öter mu? Elge hizmet kılay diyen buldu. Tirik desen
Tiriklikte mana yok. Öley desem ölmeklikке bana yok. Tirik desem tiriklikte mana yok. Öley desem ölmeklikке bana yok. Günde teşviş, günde elem, günde derd u gam, derdimni eytay desem Allah'dan ayıp. Günde teşviş, günde elem, günde derd u gam, derdimni eytay desem Allah'dan ayıp. Allah'dan ayıp. Vatan seni anan değmem, cinimdin söymen her çağ. Vatan seni anan değmem, senin her bir giyorini bahasıl tut ya değme, bahasıl tut ya değme. Senin her bir giyorini bahasıl tut ya değme, bahasıl tut ya değme. Senin koynunda köz açtım, senin zimmende ilkinde, senin yelkende dümbende. Senin koynunda köz açtım, senin zimmende ilkinde, senin yelkende dümbende. Sılap başımni çoğun kıldın, anamdın çar mihrinde, anamdın çar mihrinde. Sılap başımni üstedin, anamdın çar mihrinde, anamdın çar mihrinde.
senin ana mihrin Haman zilmem güçüklegilik Vatan senin ana mihrin Haman zilmem güçüklegilik Şuna bizge şarabatdır senin yolunda ölmegilik Şuna bizge şarabatdır senin yolunda ölmegilik Senin yolunda ölmegilik Senin yolunda ölmegilik Vatan seni anam deymen Haman akşamdı küyleymen Haman akşamdı küyleymen Vatan seni anam deymen Haman akşamdı küyleymen Haman akşamdı küyleymen Hudayım buyursa bir gün Seni güllerge pürkeymen Seni güllerge uğraymen Hudayım buyursa bir gün Seni güllerge uğraymen Seni güllerge pürkeymen